Otangni gapiga kirmadingmi? Onangniki kirasan deydi. Bobur bobur. Qaysi quradigan domim bo'lsa, chiroyli biblioteka bilan coworking shunday xalqqa tashlab ketaman. Bu joyda hali потому что duxanet degan gaplar tarqalgan. O'sha paytida peshkom yurib kelgan bolalar hozirgi kunda kamida $100,000 mashinada yuribdi. Sen zo'r yashaging kelyapti, uni ham sendan zo'r yashagisi keladi. Sendan zo'r yashagisi kelmaganda ham hech bo'lmasa shunday yashagisi keladi-da. Azizlar bir talashinglar. Qo'shiladiganlar ham bor, bir qo'shilmaydiganlar ham bor. EcoCity loyihamizda kech qoldik. U ham hozirgi kunda 8 oyga kech qoldik. Buni tan olib aytaman. Ofisda o'tirgan paytimda kassani oldida bo'lsa ham baqir-chaqir ovoz ko'tarilsa birdan boraman. Fotimani ko'proq duo qiling, tuzalib ketsin dedi. Shunday yuragim boshqacha bo'ldi. Dadasi siz qila olasiz, siz bundan katta ishlarni qila olasiz. Eng zo'ri siz deb turish kerak. Ha, zo'ri siz deb tursa ketaverasiz. Kalibrimiz oshdi deb o'ylayman menimcha. Hozir 1 million bo'lsa ham yaxshi bo'lib ketishani. Xudoga shukr. Pastda o'sha 1 million ham yetmay qoladi. Jon akalar, ukalar mana shu xatoni qilmanglar degiz keladi. O'zimdan kichkina ukamni juda ko'p xafa qilib qo'yganman-da. Dada, ular dadasi sizdek qattiq duo qilmaganda, siz vobshe boshqacha duo qilasiz-da, shuning uchun zo'r bo'ldi deyman. Biz doim hamma narsani eng yaxshisini tanlashga harakat qilamiz. Eng yaxshi ish, eng yaxshi libos, eng yaxshi mashina, eng yaxshi uy. Lekin sovg'a tanlayotganimizda esa doim ikkilanamiz. 15 yildan beri o'z xaridorlarini xursand qilib kelayotgan Dex kompaniyasi sizga o'z mahsulotlarini taklif etadi. Ko'nglingizga manzur bo'ladigan korporativ biznes sovg'alarni brendingiz logotipini aks ettirgan holda sizga taqdim etish va ko'zingizdagi quvonchni ko'rish bizga zavq bag'ishlaydi. Dex eng yaxshisi. Assalomu alaykum azizlar. Kalibr loyihasi yana efirda. Biz insonlarning dunyo qarashi, biznesdagi qarichi, uni qadriyatlarini kashf qilar ekanmiz. Yurtimizda har bir hududlardagi qahramonlarni ham ochishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Bugun Samarqandda, Urgutda juda ko'plab insonlarga xizmat qilib, qiymat qilib berib va shu bilan bir qatorda bir qancha loyihalarga asos solib rahbarlik qilgan do'stimiz, akamiz, yurtdoshimiz, qahramonimiz Anvar aka Temirov, Yuksalish Group loyihasining asoschisi. Anvar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rdim, kuzatdim, havas qildik, niyat qildik, shogirdlar bilan esladik. Haqiqatdan ham hokisorlik, kamtarlik qadriyatni ko'rganimiz uchun bugun ko'rsatuvga taklif qildik. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga rahmat. Xush kelibsiz. Bu samimiyat, bu qadriyat baribir o'ziga xos kulturniy kod deydi. Biznesni ta'bir bilan aytganda o'ziga xos baliq boshidan boshqa bir salohiyat yo natija yo bolani yaxshi hokisorligini, kamtarligini, odobini ko'rsangiz, bu otasi o'zi yaxshi odam ekan deydi. Sizni biznesingizdagi qilayotgan ishlaringizni ko'rdik, kuzatdik va buning orqasidagi filosofiya ma'lumaki bizning muxlislarga, yurtdoshlarimizga bir o'ziga xos bir yaxshi bir kitob kabi kashf qilishgan bo'ladi. Keling, taniganlar bor, tanimaganlar bor, oldin o'zingizni bir tanishtirsakda, keyin men ancha-muncha savollarim bor, bu maza qilib, suhbat qilib charchaq qilamiz. Ismim Anvar Temirov. 1991-yil 26-iyun kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida Jo'sh qishlog'ida tug'ilganman. Quruvchiman hozirda. Ziyoli, o'qimishli oilaning farzandiman. Otajonim ham, onajonim ham o'qigan. Ilmli, ziyoli oilaning farzandimiz. Shu 10 yildan ziyod tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelaman. Hozirgi kunda Yuksalish Group bo'ldik. 2000 dan ziyod xodimimiz bor. Katta jamoa. Hamma gap shundaki, o'sha 2000 dan ziyod xodim degan joyni oldingi bergan intervyularingizni ko'rdim. Muncha odam, 50 ta odam eplolmayotgan bir paytda unga duh kerak. Bu joyda hali потому что duxanet degan gaplar tarqalgan. O'shancha duxga oid, salohiyatga oid va qarich va vidiniga oid, kalibrga oid savollar bergim keldi. Sizni talqiningizda
Kalibr bu nima? Kalibr, men bitta shu narsaga o'zim o'ylaymanki, o'zimiz bizlar chapani biznesmen, unaqa juda ham yozib, juda ham hisob kitoblar bilan chuqur ishlaydigan odam emasmiz deb o'ylayman. O'zimni nazlimda kalibr menga bir vaqtlar biznesni boshlagan paytlarimda shu $10,000 topib olsam-da derdim. Ishim ham yaxshi bo'lib ketardi. 3,000 ga mashina olaman, bunaqa qilaman, hammasi zo'r bo'lib ketardi derdik. Vaqt o'tdi, 100,000 ga o'tdi, vaqt o'tdi, 1 millionga o'tdi. Shunday kalibrimiz oshdi deb o'ylayman menimcha. Hozir 1 million bo'lsa ham yaxshi bo'lib ketishini Xudoga shukr. Pastda o'sha 1 million ham yetmay qoladi. Bu kiyimga o'xshaydi. Nima degani? Yoshlikda mana hammamiz farzandimiz bor. 3 yashar yo 4 yashar bolamizga sal kattaroq kiyim bersak, boshida kattadek tuyuladi. Vaqt o'tib o'sha to'g'ri kelib, ma'lum bir paytdagi o'sha kiyimni ham kichiklik qiladi. Bu ham insonning duhi yoki bugungi mablag' kimdir uchun katta. Vaqt o'tgan sari o'shanga munosib bo'lamiz. Vaqt o'tgan sari keyin. Endi bu salohiyatga chiqishi orqasida biriga qarab bir fikr qilamiz. Kimgadir qarab shukr qilamiz yoki tafakkur qilamizda. Baraka omillari bor. Yo bir salohiyat bor, yo duh bor, yo bunday transformatsiya jarayonlari bor. O'zingiz kuzatuvlaringizni bir bo'lishsangiz, nima hisobidan nechta sinfdoshingiz bor? Nechta kursdoshingiz bor? Kimdir hali 100 so'mdan 1000 so'mga chiqdi, kimdir 100 so'mdan 100 mingga chiqib ketdi. O'shani sizni o'zingizni kuzatuvlaringiz menimcha menga ham sizlarni kuzatayotganlarga qiziq bo'lsa kerak. Shu men o'ylashimcha aka eng katta narsa shu ota-onaning duosi. Xalq oldida chiqishga, boynaga aytgan narsangiz juda katta narsa, odamning duhi. Shu men qila olaman, o'ziga qo'ymaydigan to'sig'i, shu narsa mening qo'limdan keladi deyishlik ikkinchi katta omillardan bo'lsa kerak. Yana bir narsa, erkak kishi katta ish qilishi uchun men o'ylayman, shu uyidan nima deydi, ko'ngil to'qlik bilan uverenli chiqib ketish kerakda. Dadasi siz qila olasiz, siz bundan katta ishlarni qila olasiz. Eng zo'ri o'zingiz deb turish kerak. Zo'ri siz deb tursa ketaverasiz. Bizlar men bitta narsani esla olaman. Oila qurganimizdan keyin magazinda savdosini olib borganmanda, kechqurun shunday yoyib tashlaganimizda, mana bugun 4 million so'm foyda puli qolibdi. Shunchadan qolsa agar ayasi bunda mana shunday narsa bo'ladi deganimizda turib, ha dadasi, bular hali sizga umuman yetmaydigan pul bo'lib qoladi. Hali bu hisob kitoblaringiz bunaqa mayda bo'lmaydi. Katta narsalar qilasiz degan paytda ham bir odam yana ruhlanib bu kunisiga boshqacha ishga anaga chiqib ketganmiz. Haqiqatan ayolni erkagini barakasida, yutuqda o'rni katta. Bu endi bir o'ziga xos baxtli insonman deyishda, bunda qarab uyingizga, xonadoningizga borganda ayolingiz qo'llab-quvvatlasa. Bu ham endi qanchalik mana ko'rasiz, kuzatasiz, er qiluvchi ham, qora yer qiluvchi ham xotin deydi. Siz endi o'zingizni hali baxtli, yaxshi ayoli bor inson sifatida 2-3 marta alohida ta'kidladingiz. Ko'rdim, kuzatdim intervyularingizda, demak bu ham bir katta xotirjamligingiz. Bolalariga yaxshilik qilaman degan odam ayolini yaxshi ko'rish kerak. Yana bolalariga yaxshilik qilaman degan ayol erini eng zo'ri o'zingiz bo'lib turish zo'r deyish kerak. Men buni bejiz aytmadim. Kecha suhbatlaringizni kuzatganimda, endi barcha suhbatga tayyorgarlik jarayonida hali qozonda bori cho'michga chiqadi, unda qaradik. O'sha havas qilgan insonlaringiz orasida Muratxon akammi yoki yo'da mana qozog'istonlik nimalarni esladingiz? Beya guruhdagi Aydinlarni boshqalarni aytdingiz. Murat akam haqiqatan uylarni olganda u insonning energiyasi bor. Bu energiya o'sha uydagi fayzi o'sha yerga beriladi. O'shaning uchun men bejiz bu narsani aytmadim. Bu oshni kim pishirgan, oshga qanaqa mehr bilan tushgan deganda, barning orqasidagi ota-onasi hayotmi, bu insonda baraka bor. Ota-onaning xizmatini qilib turgan, siylay rahim qilib turgan, oilada halovati bo'lgan insonni mehnatida ham bir mehr bor. O'zingiz ishingizdagi zavqi nimada, mehr nimada, shu o'zingiz kuzatuvlaringiz, baribir energiyaning omillari bor, shu narsani ochinglar. Mehr shu boya aytganingizdek siylay rahim, ota-onamizni qo'limizdan kelgancha xizmatini qilib, shundan kayf olib turibmiz, mazza qilib. Dadam shu narsadan xursand bo'ldilar, onajonim xursand bo'ldi shu narsadan deymiz. Hozirgi kunda masalan ikkita ukam, ikkovi ham birgalashib ishlaymiz. Shu ishxonada bitta narsani dadam juda ko'p tayinlab aytadilar, bolam
ba'zi bitta farzandga beradi. Va buni bunday noto'g'ri tushunib ketish kerak emas. Men qilyapman degan narsa qilish kerak emas degan narsa menga 2016-yil aytgan. Shuning uchun Xudoga shukr, hozirgi kungacha birorta ana narsa kallamizga kelmaydi. Ukalarim bilan bir narsani o'ylagan taqdirimizda miz deb gapirishga o'rganganmiz. Otam o'rgatdi shu narsaga. Makamtalik bo'ladi. Ertaga men deb aytib ketaversam agar ertaga to'g'ri men ukam ba'zida mendan ziyod mehnat qiladi. U men uyimga yuborib yuboradi. Siz dam oling, ertaga yana chiqib kelishingiz kerak deb u ko'proq mehnat qiladi. U ham men desa, men ham men desa hamma ko'ngliga tegib, shuning uchun ko'p narsa shu ukalarim. Xo'p, mana aqllikda baraka bor, a? Sizlar nechta o'g'il, nechta qiz aka-ukalar? Bizda 3 ta o'g'il, bitta qiz. Siz kattasi. Baribir haqiqatdan ham kimnidir oilada akasiga beradi, kimnidir ukasiga beradi. Bizning oilada ukamizga bergan. Dadamlarning oilalarida 9 ta, 8 ta o'g'il, bitta qiz bo'lganda eng barakalisi dadamdilar. Haqiqatdan ham buni ko'rgan inson sifatida biz bilamiz. Chunki ota-onaga siylay rahim, aka-ukalarga, jigarlarga, yaqinlarga siylay rahimda bo'lgan, ota-onaning duosini olgan odamlar kam bo'lmaganini ko'rib kelganmiz va bugun haqiqatdan atrofda salohiyatli, barakali insonlarni ko'rganda aytaman, shu aka-ukalarga yaxshi siylay rahim qilgan shu inson deyman. Yo ota-onaning duosini olganman, yo xonadonni tinch. Siz hozirda qarasam, hali ota-onasi ham hayot. Otasi, onasi bor insonlar hech qachon qarimaydi deydi. Aka-ukalari bilan ahillik, uncha-muncha barakali insonlarni ko'rganimizda afsuski shu joyiga maqtana olmaydi. Akalar, ukalar ahil bo'la olmagan barakali insonlar bilan faqatgina yo otasini, onasining duosini olib xizmatini qilgani uchungina ushlab turibdi bitta balonda. Yana boshqa narsada. O'shaning uchun bu katta narsa yoki boyaga aytganimizdek, ayoli uyda adasi eng zo'risiz deydi. Mana endi muvaffaqiyat, yaxshilikka bir bu yoqdan ochamiz, bir bu yoqni ham ochamiz-da. Baribir muvaffaqiyat tajribani, tajriba xatolarni natija. Orqaga qarab, yo siylay rahimdagi, yo jigarchilikdagi xatolarni qilib turganlarni, yo o'zimizdan o'tgan xatolarni deganda nimani bunday orqaga qarab, jon akalar, ukalar mana shu xatoni qilmanglar degiz keladi. Bu narsaga men shu ukamni, o'zimdan kichkina ukamni juda ko'p xafa qilib qo'yganman-da. Lekin vaqt o'tib, shu narsani yaqin orada tushunib ana qilganman. Shu narsalarni men ukamga to'g'ri tushuntirsam bo'lar ekan. To'g'ri tushuntirganimda bunaqa bo'lmasdi balki. Men uni duxini ham hayotga bo'lgan, o'ziga bo'lgan ishonchini tushirib qo'ydim. Bir narsa qilsa, bo'ldi bu qila olmaydi degan narsada o'zim aralashib ketaverishim. Bir narsani men mana bunday deb menga tushuntirib berayotgan narsasini yo'q, unaqa emas, birdan tushunmasdan anaqa qilib ketganman. O'shanda ukamni sal bo'lsa ham duxini tushirib qo'yganman. Lekin Xudoga shukr, hozir hammasini o'zimni o'sha qilgan xatolarimni tushunib, hozirgi kunda ukam bir narsani aytsa, bo'ldi uka, qila olasan sen. Qilaver, bosaver, men yordamdaman. Nima, bo'lmadi degan bo'lsa ham xafa bo'lma, u hech narsa emas, yangi narsani qilamiz deyman. Lekin ishonasizmi, hozir vobshe boshqacha o'zgarganda, qilayotgan ishida o'zini barakasi bor, o'zini gapi dadil bo'ldi. Men o'sha narsadan sen qila olmaysan degan narsani aytib, nima deydi, gapda aytmagan bo'lsam, amalimda bildirib kelganimda, u jo'ralarning oldida ham dadil gapira olmaydigan bo'ldi. Shashtiq aytadi. Shashtiq aytadi. Hozir Xudoga shukr, dadil gapiradigan, dadil qadam tashlaydigan bo'ldi. Bu yerda zo'r xulosa bor. Anvar aka, haqiqatdan ham farzandlar uchun ota-ona avtoritet, ukalar uchun akalar avtoritetda. Akam meni bilsa kerak. Men qo'limdan hech narsa kelmasa kerak, otam, onam bilsa kerak degan narsa bor. U bilmagan holda yo bloklar, bilmagan holda yo ota-onalar xato qilib bolalariga ramkaga tiqaman deb katta nima qila olmaydi. Abdukarim Mirzayev ham bir shu nimani iqtibos etuvdilar, fillar qissasini eshitganmiz. Katta bir Afrikaga borganda bitta katta fil oddiy qoziqqa taqalgan. Sizga o'xshagan, menga o'xshagan turist keladi, bundoq qilsa chiqib ketadi-yu. Ketmaydimi desa, yo'q, uni yoshligida qoziqqa tashab, yonidagi betonga bog'lab qo'yganmiz. Harakat qilaverib, qoziq borki, bo'ldi ishlamaydi degan xulosani qabul qilgandan keyin qo'yib yuborganmiz betondan dedi. Ota-onalar shu qoziqni ko'rsatib betonga bog'lab qo'yamiz-da, bolalarimizga, jigarlarimizga, ukalarimizga, hatto shogirdlarimizni bilmagan holda yaxshilikka o'rgatamizda, bir qanaqa kelajakda o'sishiga to'siq bo'ladi. Bu ham xulosa-da.
hayot endi yaxshi murabbiy yaxshi o'rgatadi, sal qimmatroq qiladi. Muvaffaqiyat bu tajribasi xatolar. Bunaqa xatolar ko'p. Eng qimmatga tushgan xatolaringizni aytib bering. Pulga tushgan xatolarim hozircha yo'q, Xudoga shukr. Ko'p savol beriladi. Nima deydi? Soatlab o'ylaganman hamda, to uyga ketgancha ham o'ylaganman. Shu savolga umuman javobim yo'q ekan. Xudoga shukr. Hayotda puldan tashqari boshqa qimmatga tushgan xatolaringiz bormi? Mana shu xatoni qilganman. Ko'p aldanasizmi, ranjitishadimi? Men endi aldanganman. Bu ham xatoda. U narsani kecha bitta Shuhrat aka degan ustozimiz juda zo'r ochib berdilar. Men nimaga shunaqa o'ylayapsiz, aldanganman deyapsiz, meni kidat qilib ketdi, shunaqa ishongandim u yigitga deyapsiz dedi. Xo'p, men obro'yim to'kildi dedim. Xo'p, obro'yingiz to'kilgan bo'lsa o'sha ekranga qo'yaylikda 3 ta odamni nazlidan qiling. Nima kim yaqinlarim oldida obro'y to'kildi deyapsizmi dedi. Ha. Endi qarang deyapti. U sizni versangiz, ikkinchi versa, o'sha shogirdingiz shunaqa sizni kidat qilib ketganda, yoningizdagi o'sha qolgan shogirdlaringiz Anvar aka kuchi zo'r ekan, psixologически tayyor ekan, sinmadi shu narsaga. Dahshat tan berdim bu odamga degani mumkinmi dedi. Ikkinchi versiyasi shunchalik mol dunyoga hirs qo'ymagan ekan, borib dodvoy qilib yozib chopib ana qilmadi zo'r ekan degan versiya bo'larmidi? Uchinchisi otasini bir og'iz gapini ikki qilmasdan bo'ldi dada, men qilmayman, ketdi deb tan oldi degan narsani aytish mumkin, ha aytish mumkin. Bo'ldi, siz nima qilasiz bu narsalarni o'ylab? Sizni versangiz eng xato versiya dedi. Haqiqatan o'sha bloklar yechildi mendan. Birdan kechdim, o'sha narsani kechirdim. Bunaqa narsa yengilab tortasiz. O'ylayapti ekanman, ha. Men o'tgan yil bundan o'tdim. Rosa qalbga olganda ham shu onkologiya bo'lib ketdi. O'sha xuddi siz aytayotgan holatlardan o'tdik-da, endi qalbga yaqinlar, shogirdlar tomonidan bir qanaqadir nojo'ya bo'lgan ishlarni yaqin olar ekansiz. Kutuvlarimiz noto'g'ri. Keyin o'tgan yil ko'p shu savolga javob qidirdim. Nilufar Anvarna degan opamiz bor, yana boshqa ko'p yaxshi do'stlar, ustozlar bilan maslahatlashdim. Bir yaxshi fikr aytdilar. Hasan aka ikkita daftar oling dedilar. Siz xafa qilganlarni bugundan boshlab ro'yxatdan chiqaring dedilar. Chunki xayolimga keldiki, men kimnidir dilini xira qilganlar spisigini chiqardim. Ikkinchisi sizni xafa qilganlar ro'yxatdan chiqaring. Qaysi ko'p, qaysi kam bilmayman. Ramazonda edi, mana hozir Ramazonda tasvirga olyapmiz. Qo'lingizdan kelsa bitta qaymoq, ikkita non yoki bitta meva yoki biror narsa hadyan jo'nating, kechirib oling. Ishonasizmi, 400 ga yaqin meva tarqatib o'tgan. 400 ta odamga meva mana endi Alayskiga 300 ming, 5 ming joningiz sog' bo'lsin. Meni xafa qilganlarni ham, men xafa qilganlarni ham. Shunaqa yengil tortdim aka. Bunaqasini ko'rmaganman. Sizni xafa qilganlar ko'pmi, siz xafa qilganlaringiz ko'proq? Men o'ylayman, meni xafa qilganlar ko'p. Nimaga? Chunki men o'zimda xarakterimda shunaqa tarbiya topganman. Dadam qilma, mana shu yomonlikni qilma, mana bunday qilma. Bu qaytadi, bu yomon degan narsada o'rgatishgan. Hamma o'zingizga o'xshatasiz. Ha, uchma, bosh sal patologga yetaversa pasaytiradigan otam bordi bolalikdan. Shu hammani o'zimga o'xshataman, onam juda ko'p aytadi. Sen hammani o'zing qarishingda o'ylaysan. Lekin bunday emas, bolam, bunga ishonib qo'yding, bunga bunday qilib qo'yding. Bizlar oilamizda bitta narsa bor, otamdan, eng katta otamdan o'tgan, kattatamdan. Men erkak kishiman, men bilaman degan narsa bor. Hech qachon biz ayol kishiga quloq solmaymiz, bu kishining fikrini olmaymiz deb ana qiladigan. Shu narsalar qilib, keyin onamning oldiga borgan paytimda o'sha onam ayta olmaydilar. Ko'ngliga tegib ketadi. Men aytdim, esingdami deyolmaydilar. Ko'ngli og'rib ana qilib yuradi. Qalbga oladilar. Lekin meni xafa qilgan odamlar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin men kechiruvchiman. Chunki bilasiz nimaga? Bolaligimdan shunday tarbiya olganmiz. Dadam bizlarni hech esimdan chiqmaydi. 7-sinfligimda kechasi shunchalik urib, ertalabki Anvarjon tur, darsga ketishing kerak deb, bolajon deb olib chiqib zavtr qildirib darsga jo'natganlar. Men shuncha o'zimga olganman. Hozirgacha o'sha narsa menga dars. Kechqurun tanbeh eshitib ertalab yana jon bolam. Tanbeh emas, tayoq yeb. O'shanda endi yengilroq aytgan. Yor og'ayni emas, tuqqan bolangiz joyida, tongda joy namozda qilganini olaymiz. Haqiqatan yor og'ayni deymiz, ulfat deymiz, boshqa deymiz. Yo'q, uyda ota-onamiz do'st. Jigarlarimiz do'st.
yo farzandlarimiz olsun. Haqiqatdan ham ota-ona do'st sifatida ko'p suhbatda bo'lasizmi? Kim bilan ko'proq maslahat qilasiz? Otangiz bilan qaysi mavzuda, onangiz bilan qaysi mavzuda maslahat qilasiz? Dadam bilan butun ish, hayot, hamma narsa bo'yicha. Ko'p narsani, juda ko'p narsani so'raymiz. Juda hamma joyda ham aytaman, men 100% hamma narsani aytaman dadamga. Og'irini yengil qilib, asta-asta bildirib borib, yengil xursandchilik narsalarda ham birdan xursand bo'lib ketmaslik uchun yaxshi normada qilib aytamiz. Duh beradilar dadam. Bo'ldi, davay, bos, zo'r. Yaxshi o'ylabsan, dahshat o'ylabsan. Qilishing kerak deydilar. Xursand bo'laman, yana anaqa qilasiz. Sizni duxim, meni duximni sindirmaganligi uchun yana borib maslahat qilgim keladi-da dadam. Haqiqiy do'st. Ha, yana aytsam, yana ko'taradilar-da dadam. Lekin ishonasizmi yo'qmi? Haqiqiy do'stligi dadamni noto'g'ri narsa bo'ladigan bo'lsa, birdan tanbehni ham beradilar. Noto'g'ri. Birdan bunday qoshlari pastga tushadi, Anvarjondan Anvarga o'tadi. Noto'g'ri. Buni noto'g'ri qilyapsan. Mana shu urishib, tushuntirib anaqa qiladilar. Keyin ba'zi paytlar o'ylab qolaman-da, mana bu narsaga dadam yo'q dedi-da, nimagadir yuragi chopmadi-da deyman-da. Keyin o'zim o'ylab aytaman-da. Dadamni duxi mendan past. Bab dadam duxi menikida emas. Chunki dadamni oldi dadasi yo'q, dadasi o'tdi. Meni duxim baland, dadam bor. Men dadam bor. Deyman, o'zlari xursand bo'ladilar-da. Keyin turib, dada siz meni duximni tushirdingiz, lekin bab duxim tushmaydi. Siz borsiz desam, shuni qo'llarimga bos deydi. Nima ketadi dedi. Beodoblik qilmaysiz. Hali ustoz otangdek ulug'. Otangning gapiga kirmadingmi? Onangniki kirasan deydi Bobur Bobomurod. Otani gapiga kirmasdan ko'ngil to'lmaydigan natijalarni holatini guvoh bo'ldingizmi? Juda ham. Nima bo'ldi mana shularni ayting? Bolaligimda bo'lgan bunaqa narsa. Mana shu narsani qilma deb dadam juda ko'p narsani aytmagan, 3-4 ta narsada. Qilma degan narsalar har doim. Men mashinada dadam qilma demagan paytlari haydaganimda biror marta avariya qilmaganman. Dadam imminni safarga ketyaptilar Toshkentga. Bolam mashinada haydama, hozir shunaqa yo'llar yomon, tushundingmi deb ketdilar. Qilma degan narsasini qilib mashinada urganman. Juda yaxshi anov bo'lgan, dars bo'lgan. Ko'chaga chiqayotgan jarayonlarimizda bo'lgan. Bo'ldi, hozir chiqma, namoshon bo'ldi. Keyin ertaga chiqasan degan paytda chiqib qo'lim sindirib kelganman. Shu 2-3 marta shunaqa narsa bo'lganimdan keyin o'sha birdan unaqa narsadan nima deydi, qilmaydigan. Onangizga qaysi mavzularda yaqin murojaatlar qilasiz? Onamga butun hamma mana bunaqa ish temasidan emas, faqat o'zimni qalbim polni ochib, ishonasiz, soatlab gaplasha olamiz. Soatlab onam bilan hamma temada nima qilamiz-da, maza qilaman deb. Onamning bitta gaplari bor-da. Gaplashib bo'lganingizdan keyin, hamma narsani aytganingizdan keyin sen bilan gaplashsam maza qilaman-da deydilar. Menga ishonar ekan, men bilan shunday gaplashishni yaxshi ko'rar ekan. Shu kelsalar telefon qiladi ayolim, dadasi keldi oyijon. Bugun ertaroq keyin ko'p kech kelib qolamiz anaqa. O'sha kuniga harakat qilamiz keyin. Boraman, gaplashaman. Aka o'ziga bilinmaydi, uncha odam hozir otasi bilan, onasi bilan, bola chaqasi bilan gaplashishga vaqti yo'q zamonlarni ko'ryapmiz-da. Hali Ozodbek Nazarbekov va ala onam degan ishlasi bor. Yurman qirni to deb. Kechiring, men notavonni deydi. Bugun otamizdan, onamizdan xabar ololmaganlar qancha? Vijdonan o'zimizga aytaylik. Haqiqatdan ham bu g'animatda, bu do'stlar, ishlar tugamaydi. Bola chaqaga qanchalik vaqt ajrata olasiz? Bola chaqaga endi juda ko'p ajrata olmasak ham har kuni zavtrakda, ertalab nonushtada gaplashamiz. Qizlarim yosh, 3 yosh, 4 yosh. Shular bilan ham katta odamlardek so'rayman. Nima qilding? Do'stona. Nima qildingiz ona qizim? Hammasini o'zining nomi bor. Biri Tilla qiz, biri Brilliantimiz. Hammasini nomi bilan aytasiz. Butun borini to'kib sochadi. Maza qiladi. Zuhra bunday qildi yoki Fatima bunday qildi. Imona bir analarda aytadi, meni bog'chada bunday deydi, dada deydi. Ularga tushuntirasiz. Ular olar ekan. Juda boshqacha olar ekan. O'g'lim bilan katta odamlarda nima qildingiz? Yaxshi o'qiyapsizmi? Yaxshi ketyaptimi? Hamma narsani olib bo'lgandan keyin o'g'lim yuksalish maktabida o'qiydi.
shunaqangi zo'r narsani o'rgatishganda ertalab keladi, dada duo qiling dedi. Fatima qizim yo'talyapti, duo qiling dedi. Bo'ldi, bolam o'tiringlar duo qiling. Dada, Fatimani ko'proq duo qiling, tuzalib ketsin dedi. Shunday yuragim boshqacha bo'ldi. Nima qildim? Duo qilayotganingizda men unaqa qattiq zo'r duo qilishni bilmasdim. Shu bolalarim o'rgatdi. Bolalarim o'rgatdi, har kuni qilayotgan. Endi faqat bitta narsani aytavermayman, bitta duoni qilavermayman. Bugun bunaqa qilaman deb o'zim repetitsiya qilardim-da keyin. Chiqaveradi-da. Shuning uchun Xudoga shukr, Zuhra qizim bunday bo'lsin desangiz, bunday o'zini tetik tutadi-da. Men duo qilyapti, men ana qalban nima qiladi, qabul qiladi. Fozilxon akam zo'r gapirardi. Yoshlikdan bolangiz maktabga chiqayotganda, bog'chaga chiqayotganda, "Aday, men ketyapman, duo qiling" deyishga o'rgating. Katta bo'lgandan keyin doim nima qilaman demaydi. Yoshlikdan bu haqiqatdan ham farzandlar otani, onani duosi muhimligini anglagan, katta bo'lganda u duoni muxlisi bo'ladi, qadriga yetadi. Bu katta ne'mat, o'ziga bilinmaydi. Mana men endi ko'p insonning ichida yuraman, bu qalb mavzusiga ketib qoldik. Bu chunki barakachi, da sal chuqurroq qilsangiz boyaga aytgandek, hali cho'mich qatga tiqmaylar, go'shtli hali halimga tiqib qo'ydimmi, kapkir yo cho'michi deysizda, barakasi bor insonlar, demak, juda ko'p muvaffaqiyat omalda bolalarga bo'lgan mehri, ota-onaga bo'lgan oqibati, aka-ukalarga bo'lgan siylay rahim, hurmati, ayollarga bo'lgan munosabatida gap katta deymiz. Demak, qaysi armonlar yo ko'nglingiz to'lmaydigan, o'zingizdan o'zingiz insonmiz, endi farishta bo'lmaymiz. Aka, mana shu joydan o'zimdan ko'nglim to'lmayapti degan jihatlaringiz bormi? Hozirgi kunda shu eng ko'p o'ylaydigan narsalarim, men to'xtab qoldim. Nimaga shunday bo'ldi? Shu qurilishim shu joymi, shu ikkita, uchta joydami? Men havas qiladigan odamlarim bor. Niyat qilgan odamlarim bor. Nega qanday o'sha joygacha yetib borishga kuchim qolmadi? Nimaga yo'nalishim to'xtadi debman. Men juda havas qilaman Murod akaga, Nazarov ustoz deb bilamiz. Aydin Rahimbayevni juda aniq qilib, hozir Jahongir aka, Ortiqxo'jayev ustozlar. Nima o'tganmikan shu chorrahadan, shu narsadan, shu bundan buyog'iga nima qilaman, qaysi yo'nalishda ketaman deb o'tganmikan deb shu narsada Toshkentga kelganman bugun. Ulug'bek ustozdan shu narsalarni oldim. Qaysi Hoji Ahmed? Ajoyib inson. Ulug'bek akamiz. Endi men bunday o'tishim kerak emas. Maqsadim katta. Shuning uchun hozir berayotgan savolingizda armon bo'lib qolmasligi uchun hozirdan harakat qilaman. Buni boshqa ta'bir bilan aytganda ko'p kuzatuvlarimizda stiklanli patolog deydi. O'zi o'sish imkoni bor, lekin oynaga taqalib qolman. Mana shu o'sishimga to'siq bo'layotgan omillar. Endi buni javobini, yechimini qayerda ko'rdingiz? Nima deb ko'ryapsiz? Qayerda qidiryapsiz? Hozir buni javobini hali olganimiz yo'q. Bizda bor, hamma narsamizni aytdik. Lekin izlanishdasiz. Izlanamiz. Azizlar, siz shunaqa stiklanli patolog holatidan o'tganmiz. Stiklanli patolog taqalib qoldim, zona komfortiga tushdim, o'solmayapman yoki izlanishdaman degan jarayonni o'tganmiz. Albatta izohlarda yozib qoldiring. Va shu kabi holatdan bosib, yechib o'tishingiz sizni talqiningizda nima bo'lgan? Albatta, bugun bizning suhbatimiz natija, kalibr bu insonning salohiyati, bu insonning qarichi va shu holatga kelishiga qaramay yangi bosqichga o'tish jarayondagi savollarga javobini qidirishi haqida bo'ladi. Ko'pchilikning ichida yurdik, kuzatdik. Haqiqatdan ham Murodxon akam ham, Ulug'bek akam ham hammamiz qadrdon aka-ukalar biza, do'stlar biza, ulfat biza. 2012-yildan beri bu kafe klublarini tashkil qilgan bo'lsak, Murod akam tashabbusi, biza Zafar akamlarning tashabbusi, Las akam tashabbusi bilan bu kafegacha va bu kafedan keyingi hayotim deb burilish nuqtasi deymiz. Bu networking, bu yangi do'stlar, bu o'sha yangi valnadagi, yangi o'sha to'lqindagi intiluvchilar kurugida deb topdik biz. Mana Murod Nazarov bilan 2012-yilda tanishganimizda Biseda pecheni chiqaradigan pechenichi bo'lgan. Bugun siz, bugun biz hammamiz bu jarayonda yurgan bir paytimizda, hattoki o'zimiz ham ko'p insonlarni kuzatganimizda o'sish to'xtagan paytda yangi insonlarning atrofiga talpindim.
o'zimdan kuchli bo'lgan insonlarga, o'zimdan kuchli bo'lgan klublarga nimaga men o'zimni zo'r deb yurib Malibuda yoki nimada yurgan paytimda Mercedesda, Gelikda unda bunda yurgandan keyin men bildimki yana qovundan rang oladi, qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, birinchisi do'stlar, kuruklar, yangi insonlar. Albatta ikkinchisi kitoblar. Uchinchisi o'sha 1+1 bilimlarimiz va natija. Sizni o'tishingizga shu do'stlarni, shu klublarni yoki shu siz o'tishingizga ta'sir qilgan omillarni o'zingizni hayotingizdagi talqiningiz menga qiziq. Bugungi jarayonga kelishingizda baribir yo networking, yo do'stlar, yo ustozlar ta'siri bo'lgan. Shu narsalarni ochinglar. Hozirgi kunga kelishimizda men yaxshi keys aytdingiz menga. Yangi kuruk, yangi do'stlar anavisi. O'sha narsaga ish sohasidan hech yangi qilmagan ekanmiz. Ish sohasida o'sha noldan kelayotgan joyimizdan o'sha kuruk bilan hali hech bir yangilanib, yangi networking, yangi odamlar bilan ishlamadik. Endi ustozlar deganingizda shu biznesimizdagi eng katta ustozlarimizdan otam, qolgani internetdan ko'rib, shu odamday bo'laman, shu odam qilgan narsalarni takrorlayman. Men Ortiqxo'jayev, Jahongir akani intervyularini ko'rganimda juda ko'p narsani ko'rib, men to'g'ri yo'lda ketayotgan ekanman. Men ham xuddi shunday ketyapman. Men ham jo'ralarim bilan ishlayapman. Men ham bu narsalarni qilyapman deb o'zimda ana oldimda. Xo'p, mana qarang, kuzatuvlaringiz bo'lgan. Bir paytlar men bu ishim to'g'ri deb o'ylagansiz. Bugungi bilimim bo'lsa, bu oxiridagi 5 yil ichidagi men bu xatolarga olib keldi. Men bu xatolarni oldin mana bunaqa deb o'ylagan ekanman. To'g'ri deb o'ylagan ekanman. Bugun xato ekan degan holatlar nima bo'ldi kuzatuvlaringizda? O'sha avval o'zim uchun to'g'ri deb o'ylagan narsalarim hammasi hozir xato, noto'g'ri. O'sha narsalar qilmaganimda men balki ko'proq o'sardim. Nimalar o'sha masalan to'g'ri deb o'ylagansiz, bugun xato masala menga qiziq, yo bizani tomosha qilayotganlarga qiziq. O'zim uchun o'ylaganmanki, men zo'r mashinada yursam, zo'r kiyinsam, zo'r narsalar, pulim zo'r bo'lsa, zo'r insonman. Bo'ldi, qolgani shart. Qolgani shart emas deb o'ylagan. Buni hammasi xato ekan. Nima qilish kerak ekan? Endi menga dadam bitta zo'r narsani aytganlarida, sen zo'r mashinada bo'lib, assalomu alaykum deb qo'ling ko'ksingda bo'lib tushib salomlashsang agar, ana shuni o'zi zo'r. Sen qancha kamtar bo'lsang, zo'r mashinadaging ham ikkinchi planga o'tib ketadi. O'zingdan uning ko'proq ochiladi. Sen yanada yaxshi ana bo'lasan. Odamlarni ham birinchi ko'rishganingdagi nigohing, birinchi gaping odamlar birdan noto'g'ri o'ylab turgan narsasini tushiradi. Men bitta tog'am bor. Shu aytadilarki, shu seni bugun janjal qilmoqchi bo'lib keluvdimda, bir hisob kitobni ko'tar deb kelmoqchi bo'luvdim. Shunday keldimda, sen bilan ko'rishimda vobshim bu narsalar chiqib ketdi kallamdan. Nima bo'lyapti o'zi? Nima sen birorta duo o'qib yurasanmi? Nima qilasan dedilar-da. Shunga kulib shu o'ylayman, dadam aytgandan keyin mana shu narsalarni hammasini to'g'rilab ana qilishga harakat qildik. Haqiqatan juda ko'p yordam berdi. Halovat, baraka, xotirjamlik. Uni orqasida nima turibdi unda? O'sha haqiqatan tog'ingiz aytgandek duolarni o'qib yuribsizmi? Nima qilyapsiz? O'zingizni talqiningizda aka, balkim Allohning bir marhamati, lekin mana shu narsalar otamni, onamni duosi asraydi meni degan ishlar bo'ladi. Yana boshqa nima omillar bor sizni bugun mana shu g'oz bo'lib bir yuzingiz yorug' bo'lib yurishingiz nimalar? Endi avvalo aytganingizdek Xudoyim, men o'ylayman shu juda ko'p odam duo qilyapti deb. Juda ko'p odam duo qilyapti. Birovlar ko'rib, birovlar ko'rmasdan. Kimgadir nimadandir sababchi bo'lay deb harakat qilganman. Hech qachon faqat maqsadim birinchi o'rinda pul bo'lmagan. Kelgan paytida men mana shu uyimni to'la olmayman, oilam bilan ajrashib ketyapman degan ayollarga shunday aniq qilganmiz. Qo'limdan kelgancha. Shu deb o'ylayman. Astoydil duo qilganda o'ta ijobat bo'lgan duolar turibdi. 100 dan ziyod farzandim bor. Shular duo qiladi. Shuncha shu narsalar bo'lsa kerak. Avvalo duodan. Duo qilgan odam o'zi kam bo'lmaydi. Bu haqiqatan ham insonni qadriyati, o'sha biza boshqa ta'bir bilan aytganda kulturni kod DNK deydi. Hali nimasini balagi toza kelib chiqishi yoki o'zida samimiyati, halolligi bor. Endi bu ishdagi barakaga ta'siriga bog'lasak.
inson sifatida o'zi yaxshi inson ekanki, baraka bor. Ishdagi muvaffaqiyat omillari 2000 lab insonni shu joyda siz atrofingizda rizqini terayotgani, barakasi, joyingizda 200 tani, joyingizda 20 tani eplolmayotganlar ko'pda. Bu kuzatuvlaringiz ham bo'lsa ochinglar. Buni barakasi men o'ylayman odamlarga bo'lgan ishonch. Men qaysi sohani kimga ishonib bersam, to'liq %100 ishonib beraman. Men bu qila olmaydi, bu narsani eplolmaydi degan narsa bilan topshirmaganman. Shu yaqinda Shohruxjon degan ukamizga ham aytdim. O'sha yigitga ham menga shu paytgacha nimani odamlarga ishonib topshirsam, ishonganimdan ziyod qilishga harakat qilishgan. Shu qila olarkanmi deb ishiga aralashavergan odamni to'g'ri qila olmagan hech qachon. Ko'p kelaveradi, maslahat so'rayveradi. Buni bunday qilsam, men bunaqa qilsam. Men senga ishonaman. Shu narsani sen qil. Mana shu odamlardan urgan, mana shu joylardan urgan. Urganganingdan keyin Xudo xohlasa boshlaganingdan ishing zo'r bo'lib ketadi degan bolalarim hammasi. Zavodda ishlaydigan bolalarimiz ham meni aralashtirmaslikka harakat qiladi. Bilsa kayfiyati buziladi deydi. Shuning uchun shuncha narsani, shuncha ishonib topshirganimizdan keyin ular meni xursand qilib turganda, men ham ular menga qanday ishonib turibdi? Bitta narsasi bor. Meni boshimga bir narsa tushsa ham, shu Anvar qo'lidan kelgancha yordam beradi. Yordam ana qilmaydi. Otasi kasal bo'lib qolar, farzandiga bir narsa yoki oilaviy biror narsa aytaman. Hech qanaqa tortmayman. Mana shu pul bizardik birgalikda. Olinglar, qilinglar. Faqat noto'g'ri joyga, noto'g'ri narsaga ketib qolmasin. Yillik sen nima orzung bor? Har bitta kelgan bola ko'proq so'ragan boshliq bo'lgan bolalardan nima orzung bor? Nimalar sen xohlaydigan eng shuni qilsam zo'r narsa bo'ladi deganlaring nima? Aytadi. Bir xillarniki noto'g'ri qiladigan, noto'g'ri narsalar, havaslarga berilgan odamlarniki birdan bu bola boshliq bo'la olmaydi deymiz. O'zi bor, chin yurakdan aytadi. Men shu bitta ishchimiz keldi, nima orzung? Men debdi, ukam to'yini zo'r qilishim kerak. Otam o'tdi yaqinda. Ukam to'yini zo'r qilishim kerak. Singlimni uzataman, Xudo xohlasa. Undan keyin mashina olaman, onam bilan birga yashayman, safarga chiqaman keyin. Bizda ishxonada safarlar har yili borda. U safarni birinchi 5 yildan uzoqqa surib qo'yadi. 5 yildan keyin qilaman men. Avval ukam turibdi, opam. Ana shu bolani Xudo xohlasa dedim, yaxshi. Ketamiz birga. Qadriyat borda, mas'uliyat bor. Haqiqatan talantlarni kashf qilish ham san'atda. Shunday. Qanday talantlarni ajratasiz? Yaxshi bir iste'dodli bolalar keladi. U endi vaqti bilan o'sha Jahongir aka aytganda zo'r bolalarni yig'gansizda deydi. Shu vaqti bilan kelib ishlab nimalarga qodir, nimalar qila oladi. Qani? Eng birinchi navbatda rostgo'ymi yo'qmi? Любой narsadan yolg'on gapirib chiqarib ketadigan bo'lsa, u 1000 talant bo'lsa ham chiqara olmaymiz undan bir narsa. Ishonib shu sohani topshirganimizda aytamiz. Yolg'on gapirma, to'g'risini ayt. Birgalashib ishlab ketsak agar, Xudo xohlasa kattaroq natijalarga erishamiz. Yana nimadir yutuqlar analar bo'lsa birgalikda. Ular ko'zi bilan ko'rib turibdi shu narsani, shu ishxonada hozirgacha 4 ta 5 ta talant chiqdi. Qanday talant chiqdi? Vaqtida men bilan ishchi bo'lib yurgan odamlar bugungi kunda men bilan sherik. O'syapti. O'sha paytida peshkom yurib kelgan bolalar hozirgi kunda kamida $100,000 mashinada yuribdi. Ota-onasini butun orzu havasiga harakat qilyapti. Hamma o'zi o'ylagan qadriyatni, menga mana shu narsa to'g'ri deb o'ylagan odamlar ishlari hammasi zo'r bo'lib ketdi. Demak, haqiqatan brend sizni talqiningizda bu ishonchmi? Shunday. Ishonch bu brend. Bir-birimizga ishonsak, baraka bo'ladi. Qush qachon balon uchadi, qanot mustahkam bo'lsa deydi. Qanotlarni mustahkam bo'lishi uchun siz o'zingiz tomonlama ularni o'sishiga nima imkoniyatlar yaratasiz? O'qitasizmi? Mehr berasizmi? Tarbiyalaysizmi? Mas'uliyatda, tarbiyada, shijoatda nima sizga talpinishi, sizni mahkam ishlashiga bo'luvchi omillarni oching. Tarbiyalash mavzusida bular o'sha sizga o'sha nima desangiz to'g'ri deb bilgan odamlar hamma mavzusini aytadi, ochiq-oydin. Ishonadi. Oilaviy muammosini ham, ko'chadagi muammosini ham to'liq %100 aytganda harakat qilaman shu muammosiga noto'g'ri maslahat berib qo'ymay.
Ertaga men mana shu bitta noto'g'ri maslahatim bilan yo oilasiga, yo farzandi, ota-onasiga noto'g'ri ta'sir qilib qo'ymasin degan ma'noda qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz ularga to'g'ri maslahat berishga. Ular biladiki, shu bilan gaplashganimdan keyin hal bo'ladi, xudo xohlasa ishim. Bugun ishim hal bo'ladi deb keladi. Ko'proq moliyaviy maslahatlarmi yo ko'proq ma'naviymi, ustoz shogird an'anasi bormi? Do'st sifatida, ustoz sifatida hurmat qiladimi yo faqat O'zi ma'naviy ko'kinam yurib bir chimdimga sizni eslashadimi? O'zi ma'naviydan boshlanadi. Lekin ko'p muammoning tagida moliyaviy. Ma'naviydan keyin baribir o'zi nima, nech pul bo'lsa yopilib ketadi ishing. Shuncha bo'ldi, qilamiz. Sen ruhingni cho'ktirma. Sen meni masalamni hal qil, meni masalangni hal qilaman. Shunday bor. Sizga fidoyi sadoqat bilan ishlashsa bo'ldi. Qolgan tema yopilaveradi. Shunday. Haqiqatan sadoqatni orqasida, o'zaro ishonchi orqasida qarz ikki qo'ldanmi yo faqat bir tomondan bo'lishi? Ikki qo'ldan. Ikki qo'ldan. Agar u sadoqat qilaversa, hamma narsani aytganingizdan ziyod qilaversa, siz qarab zo'r deb qo'yarsangiz, faqat gapda zo'r deb qo'ysangiz, undan anava yo'q. Og'zakidan 5 bo'lsa uzoqqa bormaydi. Bizlar ham qo'limizdan kelgancha qilib. Nimaga sen zo'r yashaging kelyapti, uni ham sendan zo'r yashagisi keladi. Sendan zo'r yashagisi kelmaganda ham hech bo'lmasa shunday yashagisi keladi-da. Intiladi. Xo'p, mana 2000 ga yaqin xodimlari bor. Bilganlar bor, bilmaganlar bor. Qaysi sohada Anvar akaning faoliyatlari, uychi deb eshitganmiz, yana boshqa faoliyatlarni ham bir yoritib o'taylik. Shaxs sifatida sizni bir keng qamrovli loyihalarning asoschisi sifatida bir kashf qilasiz. Hozir shu media sohasiga qo'l urdik yaqinda. Xudo xohlasa mana Shohruxjon ukamiz bilan qilyapmiz. Ana shu sohani ham 200-300 ga yaqin odam bo'ladi deyapti. U sohada supermarketlar tarmog'ini qilganmiz, yuksalish supermarketlar tarmog'i. U bo'yicha ishlaymiz. Ishlab chiqarish zavodlarimiz bor. Hozirda qurilishga eng asosiy ketadigan 6-7 ta narsani ishlab chiqaramiz. Gazoblok, plitamizni, suxoy smeslarimiz, shu narsalarimiz. Endi Xudo xohlasa bundanda yana hozir bitta narsaga kelganmiz. Fokusni bitta narsaga qaratishdi. Enchi savol bermoqchidim. Endi faqat fokusimiz qurilishda bo'ladi. Bergan sohalarim, boshlab qo'ygan sohalarim bo'ldi. Egalariga ketadi. Endi fokusimizni o'zgartirmaymiz-da. Qurilish. Unda nima bor? Fokus mohiyatini ochib bering. Men endi shuni savol bermoqchiman, o'zi shunga keldim deb aytasiz. Zo'ri bo'lishga harakat qilamiz. Eng zo'r binolarda. Eskidan bobolarimizdan qolgan, Amir Temur bobomizdan qolgan narsa bor. Bizni kimligimizni bilmoqchi bo'lsang, biz qurgan binolarga bor. Xuddi shunday. Shunaqangi kuchli narsalar, zo'r narsalar qurayki, butun dunyodan kelsin. Bu haqiqatdan ham o'ziga xos insonni portfolyosida ko'rsatib beradi. Bugun sizni taniganlar, tanimaganlar, endi bizning o'ziga xos auditoriyamiz bor. Faktorda, Kalibrda, Kapitalda, boshqa loyihalarda ko'plab insonlar bitta qahramonni har xil rakursdan kashf qilishadi. Bugun Kalibr loyihasi doirasida kashf qilayotgan inson sifatida Anvar akamning shu yuksalish guruh loyihalarida ko'plab yo'nalish bor ekan, lekin qurilish mavzusini ochdilar. Qurilishdagi portfolyolari bugun nechta loyihani amalga oshirdilar orqada. Kelajakda ambitsiyalari qanaqa degan savolni ochib ketsak. Shu paytgacha hozirgi kunda 40 tadan ziyod loyiha ustida bir vaqt ustida ishlayapmiz. Hammasi o'zini egasi, o'zini bozori, o'zini savdosi bilan. Shu paytgacha 1000 dan ortiq xonadonlar topshirgan edik. 2024 oxiriga kelib yana 1000 ga yaqin 800 nechta xonadon topshirdik. Endi Xudo xohlasa niyatimiz ko'plab, mana haqiqatan ustoz shogirdi Murod aka bilan men ham niyatim bitta. Men ham bitta shaharcha qilmoqchiman. Shu bitta shaharcha qilib, katta shaharchada hamma o'zim qanaqangi yashashni xohlayman, o'shanaqa sharoitdagi shaharcha. Hamma narsasi bo'lsin. Bolani o'qishidan tortib, bog'chasidan tortib, o'qishni tugatib, shu yerda ishlash, nimalar qilish mumkin. Bizga hozir bir kvartalda endi. U qayerda bo'ladi? Endi niyatimiz. Samarqandda shahar o'zida, o'sha viloyat o'zida ambitsiyalar bor. Orqaga qarab necha yildan keyin aka Kalibrda chiqdik 25-yil. Xudo xolasa bitta osh qilib beraman deyishingizni baribir qalbdagi tugib qo'yganlar necha yillik ambitsiya bu. Xudo xohlasa, agar ota-onam qattiq duo qilib tursa, 3-4 yil ichida
boshlab qolishimiz ham mumkin. O'ziga osonda. Fazli karam. O'sha bekorga emas. Ishongan narsangina amalga oshadi deydi. Ishonch orqasida qilgan mehnatingiz, natijangiz boboga aytgandek. Mani dadam bor. Men dadamni o'ziga ham aytamanda, zo'r bo'ldi bolam, shunday bo'ldi. Bu bir xil odamlarda aytib qoladilar. Bu ham shunday qilib savdo qiluvdi, uncha o'xshamavdi desa, dada, ular dadasi sizdek qattiq duo qilmaganda, siz вообще boshqacha duo qilasiz, shuning uchun zo'r bo'ldi deyman. Yana uchadilar-da. Shu o'zi yagona usloviyasiz, shartsiz, samimiy qalban duo qiladigan bu ota-ona. Allomai zamonni elitasini yig'maysanmi? Hammasiga zarchaponi oshib bermaysanmi? Otangni, onangni duosi ulardan ustun deb aytadilar qor ekan. Endi hamma yaqin olib ustoz duo qiling dedilar. Lekin bizdan duo oldingizmi, o'z zotingizdan, omoningizdan duo oling. Azizlar, bu fikrlarga siz qanchalik qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu duoda gap katta. Endi mana qarang, 3 yillik, 5 yillik ambitsiyada bu yog'i o'sha tizim, bu yog'i o'sha masshtab, o'sha fokus, sizni o'sha manzilga olib boruvchi muvaffaqiyat omillari nima bo'lishi mumkin va qaysi omillarga tayanib o'sha manzilga yetmoqchisiz. Endi u narsaga nimalar olib borish mumkin deganni hozir o'sha uchun o'ylayapmiz, o'sha uchun ustozlar bilan ishlashni boshladik endi. Endi tizimlashtiramiz. Endi juda ham kuchli tizim, o'zimizda sohamiz, o'zimizda programmamiz shunaqa narsalarni qilib borib, yangicha narsaga o'tamiz. Nima xatolar qilyapmiz? Meni biznesimni analiz qilib bering deb ustozlarga boryapman. Hamma noldan endi to ipidan ignasigacha hamma narsasini o'zgartirib, to'g'ri odamlarimiz o'zgarmasligi mumkin. Agar haqiqatan mutaxassisligi to'g'ri kelmay, bundan kuchli mutaxassis keladigan bo'lsa, yangi mutaxassisni qo'yib ko'tarishimiz mumkin. Lekin u mutaxassis ham ko'chada qolib ketmaydi-da, yana o'shaning orqasidan ergashib, o'rganib ketaveradi. Maqsad o'sish. Yaxshi, yangi jarayon. Uning uchun mana hozir yangi o'quvlar, yangi tajriba ortishlar, yangi insonlar, yangi do'stlar. Men haqiqatan ham Ulug'bek akamni juda samimiy hurmat qilaman. Murod akam birinchi audit qilgan Ulug'bek akam bo'ladi. Murod Nazarov va Murod Belding jarayonni qilayotganda siz to'g'ri insonlarni oldasiz. Chunki infaqt yuzlab, minglab insonlarni ko'rgan inson sifatida spikerlarni, soha mutaxassislarini haqiqatan ham juda donishmand, juda bir mudri, hoksor, kantar, bosiq va o'sha bugun portfolio bobida ham bunaqa tajribali insonlarning ko'piga to'g'ri tajriba, to'g'ri tavsiyalar bilan mo'ylamak yechim bo'ladi. Endi biznes bu gipotezada, boya aytdingiz, diversifikatsiya qilgandim-u, fokusga qaytyapman. Nimaga diversifikatsiya qiluvdingiz? Nega bugun fokusga qaytyapsiz? Menga zo'r narsani tushuntirdilar-da. 10 ta sohada Anvar yaxshi supermarketi bor, yaxshi media sohada yaxshi zavodi bor, yaxshi bunaqa degandan ko'ra Anvar dahshat quruvchi degan narsa zo'r ekan. Haqiqatan bittasida zo'r, dahshati bo'lishga. Endi mana qurilish sohasini ko'ryapmiz. Murod akam boshlagan paytda hech kim yo'q edi. Bugun Anvar akam avjiga chiqayotgan paytda bu yoqqa qarasa bu odam, bu yoqqa qarasa bu odam, ambitsiyalar, raqobatlar juda katta. Raqobat bobidagi fikrlaringiz. Raqobatga to'g'ri qaraymiz. Men shu o'ylayman, bozorga eng birinchilardan eng yaxshi narsalar olib kirishga harakat qilamiz. Tez kiraylik. Yangi narsa chiqdimi, sinab ko'rishdan qo'rqmayman. Men Shohruh ukam keldi, shunaqa yangilik bor. Chaqirdik. Zo'r ekan, zo'r yeyibdi, shunaqa bo'lib, qilib ko'ramizmi dedi. Da, qilib ko'ramiz. Nimaga qilib ko'rmaymiz? Qilib ko'rdikda 1000 dan ziyod xonadan birdan sotdik. Bundan avval ham birinchi bozorga kirganimizda ham, boshlaganimizda hamma o'sha paytda aytganingizdek 2016-yillar kirib boshlagan bo'lsa, hamma naqd pulga sotardi. Hech bo'lmasa 50%, 60% ni olib, qolganini 3-4 oyga bo'lib anaqa. O'sha paytlarda ham odamlarga 2 yilga beringlar deb sotardim. Nima uchun bozorga kirishim kerak, harakat qildim. Hamma 2 yilga sotishga boshlagan payt 4 yil qildik. 2022-yil, endi hozir hamma 5 yillikni men qilganman, eng uzoq muddatga men berganman, men bundayman deydi hozirda. Lekin 2023-yil 5 yillikni qilib berganmiz. Bu narsani qanday beboshlang'ich to'lovda tartibi, nimasi, beboshlang'ich berganda qanday quruvchi ham yutishi mumkin, qanday xaridor ham yutishi mumkin degan narsalar kirgizganmiz bozorga. Lekin o'sha payt ommaga chiqmaganmiz, hammaga jar solmaganmiz. Men qildim, men tashkil qildim, men yaratdim deb. Shuning uchun
yangilik yaratib ana qilib kelaveryapmiz. Xudo xohlasa. Ommaga chiqmaganmiz dedingiz, yaxshi savol, ko'pchilikga qiziq bo'ladi. Nega sizni bugungi kuzatuvingizda ko'pchilik ommaga chiqishni boshladi? Jahongir akam bo'lsin, siz bo'ling. Yana shu paytgacha chiqmagan mana Namangandagi mana yaqinda yana ko'p sohadagi eng oldi tajribali tadbirkorlari, boshqa insonlarni ko'rishni boshlamiz. Oxirgi 2-3 yil ichida trend o'zgardi. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Sababi bilmadim, men 2009-yil Xitoyga borganimda o'sha paytlar lishniy brend degan narsa ustida ular ishlardi. Endi Amerikalar yaqinda Trump kinosini ko'rdimda, nechinchi yillar endi 50 yil oldin o'sha paytlar lishniy brend haqida ishlashgan ekan. U gazetadan o'da. Hozirgi kunda men o'ylayman, shu yaxshi bir akam Xurshid aka bor, maslahat berib chiq. Hozir chiqmasang ertaga kech bo'ladi degandan keyin harakat qilib shu narsaga chiqib boshladik. Bunga chiqishni plyusi juda ko'p ekan. Xalqni oldiga qo'rqmasdan meniki, men qilyapman. Men javobgarman shu narsaga. Men boshim bilan javob beraman degan odam chiqsa zo'r ekan. Agar javob bera olsa. Javob bera olmaydigan odamga juda qiyin bo'lib qolar ekan ertaga. Men faqat javob bera olmaydiganlarni ham ko'p ko'ryapmiz. Ular haqida fikrlaringiz qanday xato qilishyapti bugungi kunda javob bera olmaydiganlar? Endi avvalo javob bera olmaydigan odamlarni men o'ylayman, biznes egasi bo'lsa javob beradi. Nomini yo'qotishni qo'rqqan odam qiladi. Men shu narsani men deb chiqqan odam ertaga 2 yil, 3 yildan keyin yo'q, men faqat sotuvdim. Men faqat bu tomonni qilib beruvdim deydigan odam qanday yolg'on gapirdim deya olmaydi. Yillar o'tgandan keyin men yolg'on gapirmadim. Men faqat bunday qildim degan gaplarni o'zi ana bo'lib qoladimi deymiz. Lekin biznes egasi gapirayotgan gapida o'ylab gapiradi. Bu biznes, men hozir bu narsani gapirib qo'ysam bunday qilib, ertaga nima deb javob beraman? Shuncha odamni oldida qanday aniq qilaman? Shuning uchun gapirayotgan gapi, qilayotgan ishini o'ylab qiladi. Endi oldin qo'rqqanimiz sababi nima bo'lgan ommaga chiqishimiz? Endi hamma biladi. Aytavering, yo, menga sizni talqiningiz qiziq. Kali bir loyihasi, endi dinamika, kuzatuvlar. Endi avval oddiy anada qimmat mashina minish ham qiyin edi-ku. Xuddi shunday ommaga chiqish ham ko'rinish juda edi. Mana men dadamlarda shu narsa qolib ketgan. Chiqma bolam, qo'y. Ko'rinaverma, bunday bo'ladi, noto'g'ri bo'lib qolmaydi kim ekan deb xavotir oladilar. Lekin mana 2 yildan beri o'zlari guvoh bo'ldilar. Ha, to'g'ri ekan bolam, chiqish kerak ekan. Mana zo'r zamonda yashayapmiz. Haqiqatan chiqib fikringni bildirganing, odamlarning oldidagi yuzingni ko'rsatganing yomon emas ekan. Dadam ko'p joydan rahmat eshitdilar. Ko'p odamlardan men shu Anvarda dadam, otam degan narsasidan meni farzandim ham shunday bo'lgan. U kuni kelib aytib berdi shu narsalarni. Dadajon, endi men ham sizga bunaqa narsalar qilaman deb aytdi. Rahmat deb dadamga aytganiga xursand bo'ldilar. Shu videodan ko'ribdi dedilar. Xuddi shunday ruhlanasizda. Endi o'ziga bilinmaydi-yu, yoshlar havas qiladi-da. Bugun yangi zamon qahramonlari bu tadbirkorlar. Oshing halol bo'lsa ko'chada. Endi holat o'zgarmaydi-da, munosabat o'zgaradi. Haqiqatan ham kim nima deyishidan qat'iy nazar Dorilomon kunlarda yashayapmiz. Insonimiz yaxshilikka tez ko'nikamiz. Yaxshilikdan keyin o'ta nolib qolamiz ba'zida har birimiz. Lekin farqini ko'rgan inson sifatida qadriga yetamiz. Bugun mamda o'tirishlarimizda bu gapim ertaga o'zimga qarshi ishlaydimi deb qo'rqqanmiz-da. Bugun Xudoga shukr, oshing halol, qo'rqma, gazini bos. Kim nima desa desin, tadbirkorlar baraka topgan davrda yashayapmiz. Tadbirkorlarda ham boyna aytgandek meni dadam orqamda turib duximni baland qilib turibdi dedim. Xuddi shunday prezidentimiz ham tadbirkorlarimiz duxini ko'tarib turibdi. Men borman orqangda, bos. Haq halol ishla. Brend ishonch. Kim nima desa desin. Azizlar, bir talashinglar. Qo'shiladiganlar ham bor, bir qo'shilmaydiganlar ham bor. Bir hali gazini bosib, YouTube'ga algoritmga hali kerosin sepib turish kerak-da. Siz bilan bizni maqtasak yaxshi edi. Hali nima deydi? Saroy mullalariga o'xshab bilan paxta qo'yapti deydi. Azizlar, baraka topgandan keyin kimgadir qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi. Bugun tadbirkorlar yelkadosh bo'lib, yaxshisida, yomonda, issiqda, sovuqda, balandda, pastida, pandemiyalarda ham shu yurtga baraka topgani uchun
jamiyatga iqtisodiy yoki ijtimoiy loyihalarda yelkadosh bo'ldi. Yelkadosh deganimiz haqiqatdan ham bugun saxovatli, mard insonlarni ko'ramiz, kuzatamiz. Qanchalik unaqa insonlarning ko'payishi millatga, jamiyatga, mamlakatga ijobiy jihati ko'pmi yo salbiy jihati ko'pmi? Menimcha ijobiy jihati ko'p. Bitta narsada men shu narsani o'ylayman. Masalan, bitta oilada otamdan bugun bozor qilishdi. Dada men bozor qilaman. Dada xazayisini chastga aralashmang, men qilaman. Dada mana bu onamga, babushkamga hammaga men qarayman, siz qaramang. Xotirjam bo'ling. Xotirjam bo'ling desa, ota yana tepaga qarab uchadi-da, yana kattaroq narsalar qilishdi boshlaydi. Agar xuddi shunday qo'li ochiq, zo'r hammamiz kirishib, hamma tomondan yordam beradigan bo'lsak, prezidentimizga, davlatimizga, u tomondan, bu tomondan birov maktablarga qilsin. Unga ham muhtoj emas davlat, lekin qilsak, tezroq ana bo'lsa, yanada teparoq, yanada balandroq uchishga haqiqatdan endi holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. O'zingiz zavq olib qiladiganlaringiz bor. Lekin bir xil aytadi, aka nagruzkalar ham ko'p bo'lsa kerak dedi. Iltimoslar, nagruzkalar xohishingizdan ziyod nagruzkalar bo'lib turadimi, yo'qmi? Yo'q. Men bu yolg'on emas. Mana kameraga qarab, bu joyda aytib ana qilganmiz. Agar aytilsa jonim bilan qilaman. Nima uchun? To'g'ri bo'lgan. Bizda ham shu 10 yillik anada bitta yarimta kistasi uchun aytilgani uchun qilmaganmiz hech qachon. Talashganman, oxirigacha borgan. Lekin shu davlat uchun shu bir narsa kamgina foydam tegadigan narsa uchun aytsa jonim bilan qilaman. O'zi og'rinmaydigan darajada. Kuni kecha ham aytdim. Shu paytgacha vatanimizda ko'p narsani berdi. Men hozir ikkita farzandimni chasna maktabda o'qitib bilaman-da. 7 million pul to'layman, ko'z chiqib ketganda. Men dadamni 4 ta farzandini tekin o'qitdi davlat. Shuncha narsadan o'tkazib keldi. Qani rahmatim, qani nima? Men biznes qilyapman tinch davlatda, zo'r. Ishonaman, bos, davay deb turgan davlatda nima javobim bo'ladi? Men nimalar qila olaman deb kelajakka umid. Qanaqa? Kelajakka umid? Agar shunday ketib tursak, shu dahshat. Yaxshimi? Zo'r. Bekorga buni aytmayapman-da. Oldin halovat, xotirjamlik bo'lmagandan keyin surish kerak deganlar hamma salohiyatli insonlarda va hamma tadbirkorlarda bo'ladi. Bugun shu qalbingizdan hech o'tadimi? Surish kerak, qochish kerak zamon notinch. Yo'q. Yo'q. Chunki dadamni o'zi, bizlar bolalikdan boynaga aytganingizdek filga o'xshab bizlarga ham o'rgatishgan dadam. Aytdingiz-ku, fil chiqib ketmaydi bu yerdan. Bolalikdan chetga sizlar ishlashga bormaysizlar yoki chetga ketmaysizlar degan narsani singdirgan. Borasan dam olishga yoki davlatimiz tomonidan birinchi marta borganimda delegatsiya bo'lib borganda kayf qilganman shuni. Shunaqa delegatsiya bo'lib borasan, bunaqa dam olishga borasan, mazza qilib anaga borasiz. O'rgatishga. Shu paytgacha menda ham fikr buzilgan, anaqa qilgan. Dada, Dubaydan uy olasizmi? Bu yoqdan bir uy olib qo'yasizmi? Nima qilasan? Shu yerda yashasang, shu yerdan qilsang, o'zing aytgan gap. Men u yoqqa borsam, bitta zo'r yashashim uchun bitta gastitsani $1 milliard sarflagan gastitsani bitta xonasini sotib olaman. U men uchun qilinganday bo'ladi. Necha kun yashar anaqa qilib kelaman. Deb Xudoga shukr shu yerda. Siz Samarqandda tug'ildingiz, Samarqandda katta bo'ldingiz. Samarqandda mana bugun tijoratlar qilyapsiz. Toshkentni o'ziz uchun poytaxtga san'atkorlar talpingandek rejalaringiz, ambitsiyalaringiz zabt etish fikrlaringiz hech o'ylab ko'rdingizmi? Bir o'ylab ko'rganman. Bu yerda faqat qurilish qilsak ham, unaqa bir katta masshtabda bir katta narsa yoki eng zo'r narsani bu yerda qilaman degan narsa uchun kelmaymiz. Xudo xohlasin nima zo'rini, eng yaxshisini qilsak, Samarqandda qilamiz deb anaqa qilamiz. Samarqanddagi eng katta portfoliyos qo'yiladigan ishingiz. Qo'yiladigan ishimiz endi shu o'zingiz faxrlanadiganlaringiz. Shu yil men faxrlanadiganim bitta narsa, men Samarqandda eng chakka joyida qurilish qilaman, Samarqand shahrini. Vaqtida odamlar u yoqqa borishmasdi. Juda yomon nom, yomon anov bilan edi. Lekin o'sha joyda nomini o'zgarishiga, o'sha joyga odamlar yana qaytadan talpinishiga, shaharda 5 million so'm sotilayotgan paytida men 1 million 600 ming, 1 million 800 mingdan sotganman. Shuning uchun aytaman 1 million 800 ming, 1 million 600 ming vaqtida baraka bergan Xudoyim endi ham beradi deymiz. Eng arzon sotishga harakat qilamiz. Shuning uchun
o'sha joyda nomini o'zgartirishga, odamlarni hozirgi kunda shahardan arzimagan pulda farq qilamiz. Nima uchun? U yoqda eng zo'r infrastruktura, eng zo'r suv, svet o'chmaydi, gaz o'chmaydi, o'zi hech qayerda o'chmaydi, eng baland, eng yaxshi anonisi joyi bo'lib qoldi. Shuning uchun faxrlanaman shu joyda hech bo'lmasa mana shunchagina bo'lsa ham sababchi bo'ldim super nomi ko'tarilishiga. O'zingiz mana obyektlarning soni nechta hozir bor? Undan ziyodmi? Hozir 41 ta joyda. 41 ta obyekt. Qarang, 41 ta obyektingiz ichidagi hali portfolio bo'ladi, top 5 ta hamma sizni hali eslaganda mana bu xuddi san'atkor ham 5 ta ko'zga ko'ringan ishlasa bo'ladi. Qaysi loyihalaringiz bugun hozir vizitka sifatida faxrlanadi? Hozirgi kunda vizitka sifatida EcoCity loyihamiz. EcoCity loyihamizda hamma taniydi. Samarqandda juda menimcha uy oluvchilar, uy bo'yicha shug'ullanuvchilar 90% bilsa kerak. Shuni Xudo xohlasa may oyida topshiramiz. Juda mehr berib bir boshqacha qilgan. O'z zavqiga. Har borsam mazza qilaman. Mana bu yerda 2 kun 3 kun yurdik. Ertaga ishga chiqqanimda birinchi bo'lib shu obyektni ko'rib keldim. Murodxon akam o'zlari qurgan uylarda o'zlari yashaylar. Siz o'zingiz qurgan uyga qaysi birida yashaysiz? Men o'zim qurgan uyda yashamayman. O'zim qurgan uylarda lekin akam, ukam, og'aynilarim yashaydi. Nimaga yashamaysiz? Endi bizada masalan Toshkentda hovli yoki boshqa qurishlar bo'lgandir. Bizada yerlar arzonroq hovli qurib, hovlida chiqib ana qilganmiz. Chunki bir xilla hovlisi bo'lsa-da, o'zimga moslab qursam, boshqacha mehr bilan quraman deydi-da. O'zingizga moslab qurish yoki ertaga farzandimga deb qilish niyatlar, rejalar bormi yo'qmi? Yo'q. Biz shunaqa o'sganmiz. Hech narsa farzandimga deb ana qilmaganmiz. Shuncha narsani Xudoyim otam shularga deb qilmagan, Xudoyim berdi. Menda ham xuddi shunday xayol. O'g'limni aqliga Xudoyim solsa, zo'r davlat topib kelsa o'ziniki. Shu ertaga baribir farzandimga demayman, lekin baribir ertaga ketgandan kimga qoladi, shunga qoladi. Birorta narsa u uchun mustahkam bo'lsin, bungacha qolsin degan narsa yo'q. Kerak paytida mana nechta uyimni sotdim. Yashab turgan uyimni sotib, kerak paytida ishimga tikib, yana qaytadan ana qilib ketdim. Narsaga, uyga, buyumga mehrimiz unday baland. Biznesda gohi bundoq, gohida bundoq deymiz. Yigitchilik, kasbiy razriflar bo'ladi. Qo'qilganlar holatlar bo'ladi, tashqi omillar bo'ladi. Eng qiyinchilikka olib keluvchi omillar nima bo'ladi? Siz o'zingiz kuzatib yurasiz. Kasbiy razrifga ta'sir qiladigan pullar yetmasligi yo boshqa. Shu noto'g'ri rasxodlardan bo'lib qoladi. Menda balki hamma tadbirkorda shundaydir, lekin menda har doim yetishmovchilik bor. Har doim. Nima bu narsani o'zimga nima uchun deb o'ylayman? Men har doim 1x dan 2x ga o'tayotgan paytimda 1x dan 2 ga o'tmayapman-da, 1 dan 5 ga, 5 dan 10 ga. Katta o'tayotganim uchun qiynalishlar bo'layapti. Bugun bunisiga yetkiza olsangiz, ertaga unisiga yetkizish qiyin bo'lib qolyapti. Lekin Xudoga shukr, niyat yaxshi bo'lsa, niyat beraman shu qarzimni, niyat shu narsani qilib tugataman bo'lsa agar 100% Xudoyim yetkazar ekan. Lekin xuddi Murod aka aytgandek, chumchuq falsafasida edi. Bizlarda ortib ham ketmadi, butun million bo'lib yig'ilib. Lekin nolga ham tushib ketmaganmiz. To'g'ri, Xudoga shukr. O'ylaganimizda mana shuni qilishimiz kerak, shu oy deganimizga yetkazgan Xudo. Qaysi loyihangizda bo'lganki, "Ey, kech qoldingiz, tanbehlar, dalxiraliklar, yashovchilar bilan xafa bo'lgan holatlar bo'lganmi? O'shani qanday kengaytirib qilgansizlar?" Hali shu paytgacha bo'lmagan. Lekin mana shu safar mana sizga aytganimdek EcoCity loyihamizda kech qoldik. U ham hozirgi kunda 8 oyga kech qoldik. Buni tan olib aytaman. O'zi ob-havo keltirilgan noqulayliklar sabab agar ana bo'ladigan bo'lsa, bilsangiz bizada shos bo'ldi, katta tadbir bo'ldi. O'shalardagi to'xtaganliklarni olsangiz agar o'zi 8 oy. Lekin uni men aytib bahona qilishim noo'rin. Nimaga bunday bo'ldi? Men har doim boyna aytgandek 1x ta ishlab kelganman, 10 ta podez qurib kelganman. Birdan bu yerda 54 ta podez qurdim. Men 10 ta podezni 2 yilda topshirib kelganman-ku. Buni ham xuddi shunday topshira olaman deb o'yladim. Keyin bunda shunaqa kech qolish bo'ldi, lekin Xudoga shukr, odamlarimiz shunchalik tushunib kelib qarab ketishsa agar
aytadi. Ha, ish zo'r bo'libdi, dahshat chiqibdi. Uyalmaysiz. Ha, Xudo xohlasa qanchalarda endi Anvarjon dedi. 2 oylar qoldi. Ha, 2 yili 10 oy bo'lar ekan o'shanda. 10 oy kech qolar ekansiz dedi. Xudo xohlasa dedi. Bitta kirib ko'ringizlar, agar o'sha kirganda ham ko'nglingiz to'lmasa agar bo'ldi, nima desangiz gunohimizni yuvishga tayyormiz. Bizlar ham xato qildik degan ma'noda aytganmiz. Lekin tan olamiz, cho'zilganni cho'zildi deb, xato qilganimiz xato qildik deb. Hech qachon yotib olib o'rlashgan odam emasmiz. Odamlar kechirimli, tushunishga harakat qiladiganlar bor. Agar rostini aytsangiz. Tushunmaydigan holatlar bo'ladi. Shunaqa muammolar paytida bir qanaqadir qalbingizga olasizmi? Yo nima yechim qilasiz? Yo, tushunadi aka. Hammani ham yuragiga kirib yaxshi gapirib Samimiyatda gap katta. Dialog, muloqotdan qochmaysiz. Yo'q. Pashti agar bunda ofisda o'tirgan paytimda kassani oldida bo'lsa ham baqir-chaqir ovoz ko'tarilsa birdan boraman. Nima bo'lyapti opajon? Nima muammo? Nimaga baqirib gapirishingizga sabab? 4 martadir yo 5 martadir tushuntirib aytib ko'ramiz. Yana pastga tushmasa bizlar ham baland gapirishga harakat qilamiz. Chunki faqat past gapirsangiz, faqat bunday qilsangiz noto'g'ri ham tushunib qolar ekanda ba'zi odam. Andisha anoti qo'rqadi. Bizlar ham baqira olamiz, bizlar ham baland ovozda gapira olamiz deganingizdan keyin yana pastga tushishadi. Yo'q, lekin Xudoga shukr tushunib, kelishib ketamiz. Insonlarning o'ziga yarasha bir super sila deydi. Kuchli jihati bor. Siz tabiatan o'zingiz kuchli jihatlaringiz nimada? Mana men marketing savdoda kuchliman, Husan aka moliyada kuchli, tizimda kuchli. Yo siz o'z zaif joylaringiz qaysilarini delegirat qilasiz, qaysida o'zingiz ham qolasiz? Men o'ylayman, jo'rlarim aytadi, endi o'zim aytmaganman, hech bu narsani o'ylamaganman. Переговорing kuchli seni. Bu odam bilan o'tirsang, переговорga kela olasan, bitta murosaga kela olasan deb aytadi. Lekin Xudoga shukr, kim bilan переговор stolga o'tirgan bo'lsam, birortasi turib, yo'q bo'lmaydi, amin bo'lib turib ketmagan. Hammasi yaxshi tomonga yechilib turilgan. Yo, minus tarafimdan o'ylayman, yo'q deyishni bilmayman. Nega? Bilmayman, shu xafa qilib qo'yaman yo birdan ko'ngliga tegib qoladi deymanda, yo'qni qanday aytaman bilasizmi? Bo'ldi, o'ylab ko'ramiz, mana buncha vaqtlarda sizga aloqaga chiqamiz yoki telefon qilamiz deb ko'raman-da. Undan keyin aloqaga chiqmaganingizdan keyin undan keyin yomon ko'rib qolar ekanda, xafa bo'lar ekan. Endi hozir urgandim ustozlardan, yo'q deyishga ham o'rganamiz. Nimadir sabablar menga xalaqit qiladigan bo'lsa yo'q deymiz. Ana shu yo'q demaganligim sababli juda ko'p odamlar bilan vaqtim o'g'irlanyapti. Qolib ketyapman. Qaysi holatlarda yo'q deyolmaysiz mana? Oddiy birorta keys ayting. Yordamga kelsa ham, bolamni ishga ol desa ham, mana shu uyimda uyi atkaz bo'lgan, haqiqatan biz shartnomamiz bo'yicha 2 oy to'lamasa agar atkaz bo'lgan. Yo'q, atkaz qilmasin deb turib olsa yo'q deya olmayman. Buni atkaz qilganmiz, o'sha sherikka ko'rsatganmiz, bo'ldi, u sherik uni uyda olgan. Yo'q, turavergandan keyin yo'q deya olmaymizda. Lutchi sherikka o'zim tushuntiraman. U sherikka tushuntirayotgan paytingizda u noto'g'ri tushunadi. Keyin unga ham yo'q deya olmaysiz. O'zi yeb ketyapti, o'zi foyda pulini olib ketyapti deydi, bo'ldi, nech pul o'tdi? 5000 o'tdimi? Mendan minus qilasiz bo'ldi. Ana qilmang deyman. Anaqa endi ko'ngli bo'shligingiz ham bizning zaif tomonimizda aslida. Masalan, samimiy insonimiz qalbi hali nima deydi, birovlarning qalbini og'ritmasligimiz bu bizning kamchiligimiz aslida. Buni men juda tushunaman, nima deyotganingizni o'zimizga o'xshash joyimiz bor. O'zimizga o'xshatgan. Plaxoy politseyskiy bo'ladi-da bitta joyda. Yo'qmi bunaqa odamlarni ishlatmaysizmi? Endi bor hozir. U kerak. Endi bor. Chunki bo'ldi. Alakamga uchrang desangiz, alakam o'zi uchib oladilar. Chunki sizga diskomfort bo'lgan insonlar bilan aytaman, men yaxshi yomon ko'rinmayman. Bu Husan akamning liniyasidagi savol desam, bor Husan akam bilan hal qilib. Chunki o'zingizga biznesda sherikchilik mavzusida gaplashaylik. Sheriklar loyihada necha kishilar va sheriklar bilan ishlash ijobiy va salbiy jihatlar. Hozirgi kunda kam qoldik. 2 yo 3 ta sherik qoldik. Avval qaysi joyda boshlasam, qaysi ishni boshlasam, sherik bilan boshlaganman. Chunki bu qurilish sohasiga, katta biznesga bepul kirib kelgan biznesmenman. Endigi kunda Xudoga shukr, endi pullar paydo bo'lib, mana bo'ldi. Hammamiz adden bo'ldik. Lekin hech qaysimiz yuz ko'rmasa bo'lib ketganmiz. Hamma bilan qaysi sherigim bilan ishlagan bo'lsam, chiroyli qilib tugatganman. Men eslamayapman, sherikni mavzusini bitta zo'r aytganlardi. 1 + 1 = 11 deb ko'ringlar dedi. Xuddi shunday ko'rganman.
lekin haqiqatdan o'shanda 11 bo'ladigan natijani bergan. Baraka bor. Sherikchilikdagi ijobiy jihatlar nima endi sizda 11 nimada? Bizda masalan bir odam sherik bo'lib ishlasak 11 nimada deganingiz, kim bilan ishlagan bo'lsam kelishganman. Men nomim ketadi. Men ishlayman. Men hammasini qilaman. Siz faqat qiynalgan joyimda men shu yerdaman deb tursangiz bo'ldi. Qolgan tomonni birgalashib qilaveramiz deganimizda hammasi bilan shunday kelishib ko'nganmiz. Lekin dadam aytadilar-da, bunaqa kelishishingda o'zingga azob ko'p-ku. Yo'q-ki, sen ham shu yerda tur, sen ham qiyinchilikda turasan, pul topib kelasan desang bo'lmaydimi? Dadajon, menga nom kerak. Men nomni qilib olay. Ertaga Xudo xohlasa keyin hammasi zo'r bo'ladi. Demak, nomingga ishlasang, keyin noming senga ishlaydi degan naql bilan ish tutdingiz. Bu nomingiz qanchalik sizga ijobiy yoki salbiy foydasi tegyapti? Hozir boyna aytgandek, переговорlarimizda 50% nomim ishlatgan bo'lsa, 50% o'zimning gap so'zim ishlab beryapti, tez hal bo'lyapti. Endi bu ishonchda endi sizga bo'lgan ishonch. Aldamadik, shu paytgacha kim bilan ishlagan bo'lsak, anonsda so'zimizni ustidan chiqdik. Endi salkam 2000 dan ziyod xonadon sohibi bo'lishdi. Endi siz bilan ishlagan insonlar, demak 2000 ta inson oilasida halovat, xotirjamlik, bir yaxshi umidlar sifatida, hozirlar sifatida sizlardan bir qanaqadir yechim malham topdi. Necha mingtasi ko'chib kirdi-yu, necha mingtasi hali ko'chib kirishini poylab turishibdi. Shu 2000 tadan yaqin odamdan 1,5 mingtasi ko'chib kirgan. Nima uchun? Bizdan har doim uy olgan odamlar juda tez ko'chib kirsan deydi. Nima uchun bilasizmi? Ular chunki kvartirada turgan bo'ladi. Mendan arzon uylar bo'lgandan keyin qishloqdan endi kelgan odamlar, shaharga endi kirib kelayotgan, katta hayotga qadam qo'yayotgan odamlar oladi, kutib turadi. Shuning uchun ham bizda bitta narsa borda, dadam qo'ymaydilar, tez-tez topshirishing kerak. Qishloqda palonchon bolasi aytdi, dadasi aytdi, bolam kvartirada turibdi, Anvar qachon bitirar ekan, kirib remont qiladi deb aytdi dedilar. Shunaqa mavzular ko'p, ana bo'lgandek o'zingizga ham pakoy bermang. Qilishim kerak, tez-tez qilishim kerak, topshiraman. Topshirganingizdan keyin yana bitta kayf olasiz. Burdan boshlanib ketar remont. Ba'zi domlarda 2 kishi, 3 kishi qilsa, yo'q, bizlar domlarimizda 20 kishi, 30 kishi diriladi, ana qilayotganlar. Xursand bo'lasiz. Xudoga shukr. Hali ekkan daraxtingiz hosiliga kirsa. Yaxshi, orqaga qarab, mana birinchi domingiz necha yil bo'ldi bitirganingizga? 2009 yil bo'ldi. 9 yil bo'ldi. 9 yil o'tdi. Borganingizda nimasidan ko'nglingiz to'ladi, nimasidan ko'nglingiz to'lmaydi? Mayda qilib qo'yganimdan ko'nglim to'lmaydi. Ko'nglim to'ladigani uni tagida o'zimning supermarketim bor. Uni oyiga 2 marta borib, bemalol birinchi qurgan domlarimda olib yura olaman. Qarab, shuni men qilganman. O'sha paytda ko'rsatuv nomidek kalibrim shu narsaga yetardi. O'ylashim shu narsagacha edi deb. Bu yo'llarni bosib o'tdingiz. Bugungi tajribalar va bugungi ambitsiyalar, bugungi yangi uslublar nimaga talpinyapsiz? Qanaqa trendlar, qanaqa ko'rinishdagi yangi bir ijod sifatida uylarni portfoliyosini qanaqa yechimini qarayapsiz? Endi hamma usloviyasi bor uylar qurishga harakat qilyapmiz. Odamlarga nima qulayliklar bo'ladi? O'zim bitta yaxshi narsani o'ylab ana qilganman. Qaysi quradigan domim bo'lsa, bitta chiroyli biblioteka bilan coworking shunday xalqqa tashlab ketaman. O'sha kitobdan bolalar o'qib, men ertaga birovga intervyu berayotganda Anvar aka qurgan domni tagida o'qigan bibliotekamda deb boshlasa, u kayf boshqacha. Xudo xohlasa olimlar chiqsin o'sha domlardan. Boshqacha domlar, noodatiy, chiroyli. O'zim arxitektor bo'lganim uchun proyekt ustida juda ko'p ishlayman. Nimalardir o'zgartirishga harakat qilaman. Nega har safar shunday quryapmiz? Nega har safar bir xilni qilamiz deymiz. Dadam ham birdan zerikadilar. Podpising bir xil bo'lib qolyapti-da. Yana shunaqa quryapsan-da deydilar-da. Bo'ldi dada. Kimdan ruhlanasiz? Kimga talpinasiz? Nima? Yangi uslublar olayotganda. Quruvchilardanmi? Murat akadan. Murat akami. Qaysi uslublarni tatbiq qilgansiz? Aka, sizga niyat qildik, havas qildik, men bitta sizga o'xshasin. Mana EcoCity loyihamizda qizil domlar qurgan-ku. Cambridge'ga o'xshatganmiz. Shundan o'xshatganimiz birga bir ko'chirib olganmiz, o'zlari bilmaydilar. Ko'chirma production.uz. Endi qanchalik o'xshadi, o'xshamadi bir ko'rsalar aytadilar. Endi havas qilishi yaxshi tomoni bor. Sizni o'zidan ko'chiradiganlarga nima deysiz? Siz o'zingizdan ham ko'chirib turishadimi? Sizga havas qilganlar, siz mana bugun Murat akamlarga havas qilyapman deb niyat yaxshi.
Sizga havas qilganlar ham sizga keladimi ustoz deb yo sizga maslahatlar so'rab turishadimi? Yo'q. Bilmayman, havas qilganlar bor, ko'chirganlar ko'p, lekin kelishmagan. Lekin ommaga chiqib men qilganman deyishgan. Men birinchi qilganman deb. Eng zo'ri manba deb. Yaxshi. Qaysi imtihonlar bugun quruvchilarni jo'jani kuzda sanaymiz deb oldida kutib turadi? Shularni ham oching. O'zi bilgan va bilmagan imtihonlar ko'p-ku. Birovi dalasi, birovga yashil ko'ringan bilan imtihonlarning ichida yurgan insonsiz. Uylarda topshirganingizdan keyin o'sha boyagi aytganimizdek xalq kelib mazza qilib yashashi bor. Rozi bo'lishadi. Rozi bo'lishi bor. To'g'ri, zo'r qildim, hamma narsasini qildim, dahshat qildim degan joyingizda ham chiqib keladi. Nimadir noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin. To'g'ri, qurilishi bo'lmasa ham qolgan temalarida. O'sha imtihonlarda odamlar kelib, mana buni noto'g'ri qilibsan" degan joyda turib beradigan odam bo'lsa, ertaga borib biz shunaqa narsani qo'yganmiz yo'lga. 5 yillik klientimizda ham, 10 yillik klientimizda ham ertaga Xudo xohlasa mana bunaqa pretenziya bor deb kelganida oldiga menman deb chiqib borib to'g'rilaydigan narsani qo'yapmiz. Shu paytgacha ham hech qachon qilmaganmiz. Oddiy yaqinda bo'ldi. 6 yil oldin uyagan. U odam umuman kelmagan. Rossiyada bo'lgan, partiyadan qilgan. Unga pastda bolalar ikkinchi etajda domda ko'p qavatli uyimizda tagida mevali daraxt ekan, zaldori bo'lgan. Unga tosh otganda odamlar qiyshaytirgan. Akfasini, oynalari singan. U odam endi 6 yil o'tib ketdi. Keldilar-da, meni uyimda oynalari siniq ekan. Xo'p, siniq oyna qo'ymaymiz bizlar. Yur, olib borib ko'rsataman. Men bora olmayman, bolalar borsin. Yo'q, o'zing borasan, men sen o'zingdan olganman dedi. Endi 5 yil oldin qanday tanigan bo'lsa meni, xuddi shunday. Bo'ldi aka, ketdik. Uyga borib ko'rdik, hamma narsasini ko'rdik. Aka, mana uyi tosh. Yaxshigina bir 10 dan 15 dan mayda toshchalar yig'ilib turibdi. Shuncha tosh otibdi, toshlardan bo'lgan ekan desa, xo'p, o'shani qarash kerak edi-da dedilar. Birdan tushundim. Bu kishi bilan sportlashganim bilan asam buzlar. Ketsa 150 ming so'mlik, 200 ming so'mlik. Joningiz sog' bo'lsin. Almashtirib beringlar dedim. Bitta chiroyli qilib beringlar. Shunday qilib. Shu qilib berdik. U odam endi nima deydi, bir ishlab kelib, qiyinchilik bilan olyapti-ku, alam qildi-da u kishiga. Shuni almashtirib hamma narsani qilib bergandan keyin bitta zo'r narsa bor-ku, yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi. Xuddi shunday bo'ldi. Hamma joyda hozirgacha. Men olganim qachon edi? U yo'q desam hech narsa qila olmasdim. Kadastrimni qilib bergan deyaptilar. Xudoga shukr dedim. Qadriga yetgan. Yuragimdan ana qil. Shu yaxshi narsaga birovga masalan, bo'ldi shuni qilib beraman desam agar, shu aytamanki, Xudoyim ko'nglimga soldi, zo'r narsani ko'nglimga soldi-da deyman-da. Sinovlar. Yomon narsa bo'lsa ko'nglimga solmasdi, qilmasdim shu narsani degan. O'zi qalb gapiradi. Bizani yaxshi kitoblarimiz bor-da, hozir bir yaxshi gapni gapirdingiz. Kitoblarni olib bering, mana shu yerda bir esdalik bo'ladi. Sizni quradigan kutubxona qilaman, coworking qilaman dedingiz. Bizda Zokir aka degan akamiz bor, loyihamiz hamkori. Said Murod Davlatov hamma kitoblarni O'zbekistonda chop etish, eksklyuziv huquqini olishga mana shu yerda fonda turgan 10 dan ziyod kitobni har bitta kalibr loyihasiga kelgan mehmonlarimizga, kutubxonalarga nima qiladi? Mana boylikning ma'naviy qonuniyatlari. Shu boyagi ma'naviyat mavzusida, qadriyat mavzusida gaplashdingiz. Men bejiz sizga so'ramadim, kuchli tomonlaringiz bu va eng katta narsa hali ko'klamoyim, ko'kingdan ber bir chimdim. Har doim insonga pul yetmaydi. Albatta bularni yana boshqa narsalarni undan ziyod nimalar bor, buni bu yoqqa bemalol qo'yib qo'yasiz. Kitob mavzusiga keladigan bo'lsak, bugungi o'sishingizda o'zingizni hayotingizni o'zgarishiga ta'sir qilgan kitoblarni bir aytsak. Chunki har bitta inson hayotini ijobiy tomonga burilishiga ta'sir qilgan eng yaxshi ko'rgan mualliflari va kitoblari bo'ladi. Shu paytgacha aka, yolg'on gapirmayman. Kitob o'qishga, kitobdan olishga ko'p qiziqmardim. Mana 2024-yil sentyabr oyida shu ukam kelgan bo'lsa, Qo'shrobodlik Shohruxjon kelgan bo'lsa, shu bola sabab ishxonamizda kitob o'qish juda kuchaydi. Hamma odamlarimiz ichida. Undan tashqari o'zim ham hozirda kitoblar o'qib, mana ko'p emas, 4 ta kitob o'qidik. Unda ko'p narsa o'qimaganmiz. Endi Xudo xohlasa 20-30 ta yetganda mana bunisi zo'r ekan, bunisi bunday ekan. O'zingiz o'qigan eng yaxshi ko'rgan kitobingizni ayting, o'sha o'qiganlar. Hozirgi kunda savdogarlar ustozi. Juda ham mazza qildi. Juda katta insaytlar bor. Tavsiya qilarmisiz ko'pchilikka? Ba'zilar sizni hayotingizni ijobiy tomonga burilishga ta'sir qilgan kitoblar. Va siz
bizani muxlislarga bir tavsiya qilishingiz mumkin bo'lgan 3 ta kitobni albatta izohlarda yozib qoldiring. Bu kitob Xudo xolasa insonlar hayotini o'zgarishiga ta'sir qiladi. Men Xudo xolasa mana Anvar akam bosh, mana jamoadoshlari, shogirdlar bosh yana bitta komplektini hadya qilamiz. 50 mingta prosmotr bo'lganda sizni kommentariyingiz eng ko'p layk olsa, bittadan kitobni Anvar akam dastxat bilan qo'yib qo'yadilar. Bittadan komplekt bo'ladi. Bittadan komplektni sizni kommentariyingiz ko'p layk olsa va sizni kommentariyingiz ko'p bahslarga sabab bo'lsa. Buni oti shaffof bo'ladi. Xohlasangiz 10 mingtada ikkita g'olibni tanlang. 10 ming prosmotr bo'lganda shunda eng ko'p kommentariyimiz eng ko'p layk olgan va eng ko'p bahsga sababchi bo'lgan. 20 mingtada yana ikkita g'olib, 30 mingtada, 40 mingtada va 50 mingtada o'ziga yoqqan kitobni o'sha g'olibimiz masalan Nodirjon yoki Nodiraxon yoki Alijon yoki Tanpalonchixon degan ma'noda bir sizdan shaxsan esdalik bo'ladi. Nega? YouTube algoritmiga asosan bugungi ko'rsatuvimiz ko'pchilikka manzur bo'lishi uchun layklar, dislayklar, kommentariyalar, podpisatsiya yoki podelitsiyalar. 10 mingtadan keyingizga men g'olib bo'lay deyish uchun ular kreativ kommentariy yozish kerak. Yoki sizni hayotingizni o'zgartirishga ta'sir bo'lgan kitoblar deb yozish kerak. Va o'sha kitoblar mavzusini ochildiki, demak eng yaxshi kitoblar asosida mana bizani o'zimiz yaxshi ko'ramiz Saidmurod Davlatov do'stimiz, akamiz ko'p tadbirkorlari hayotini ijobiy tomonga o'zgarishiga ta'sir qilishadi va albatta bularning hamkori Zokir aka, qadrdon akamiz aka biz shu kitobiga turib beramiz. Siz kelayotgan qahramonlarga va ularning muxlislariga bizning hadyalarimizni yetkazing deyishdi. Albatta bu kitoblarni O'zbekistonning barcha kitob do'konlaridan iltimos qilib so'ranglar. Kitob do'konlari esa buni qayerdan olamiz desa, Enfaktda Zokir akamizni o'zlarining o'sha distributsiya bo'yicha kitob do'konlari bor. Bemalol kelsangiz hamkorlar uchun dilerlik shartlarida, usloviyalarda bir berishadi. Haqiqatdan ham insonni dunyoqarashini kitob o'zgartiradi. Kitoblar, do'stlar va ustozlar sizni hayotingizda ta'sir qilgan omillar ko'proq nima? Do'stlar. Do'stlar. Nimalar do'stlar sizga qanaqa ko'zgu vazifasini bajaradi hayotda? Ikkita jo'ram bilan ancha yildan beri birga ishlatganimiz sababli nima deydi? Pasti bir xil bo'lib qolganmiz-da. Nima qarashdan tushib olasiz? Ha, nima demoqchi, nima aytmoqchi hammasini bir qarashda tushuntira olamiz ham, tushunib ham olamiz. Bir-birimizga o'sha erkanligimiz o'tmaydi. Ko'taramiz. Lekin nima noto'g'ri narsa qilayotganini birdan aytadi. Unaqa qilayman. Menga artistlik qilma deymiz. Hammasini bilamiz. insonlarning qaysi xislatini hurmat qilasiz, qaysi xuslatiga xush ko'rmaysiz? Shu manmanchilikda juda tegib ketadi. Icherdingizda. Bilganingizdan keyin kim nimaligini bilganingizdan keyin odamlarni emas. Lekin kamtarligini juda hurmat qilaman. O'zingiz haqiqatdan havas qilgan, qoyillatgan insonlarning qaysi jihatlarini ko'rdingiz, kuzatdingiz, ta'min berdingiz? Alohida bir o'zingizga bir o'rnak sifatida, ibrat sifatida olishga harakat qildingiz. Men shu Jahongir Ortiqxo'jayevda ko'rdim. Nimalarni? Shuncha mana 20 mingdan ziyod odam dedilar. Hozir undan ham ko'p bo'lsa kerak. Shuncha odam ishlashi, shuncha odamga qilingan sharoitlar. O'sha intervyusida ko'rgan hamma narsani men o'zim uchun 100% to'g'ri deb narsa deb bildim. Shunaqa tadbirkor bo'lishga harakat qilib ketyapmiz. Talpinasiz. Imkon bo'lsa, fursat bo'lsa 3 ta yo 5 ta qaysi inson bilan choy icharsiz? Bir osh qilib beray aka, xizmatinglarda bo'ling. Bir dasturxon sifatida mehmon qilay deb havas qilgan insonlar kim? Prezidentimiz. Prezidentimiz bilan, Jahongir aka Ortiqxo'jayev bilan, Murat aka bilan. Sizlar bilan edi, mana sizlar bilan ko'rishdim. Aydin Rahimbayev bilan. O'ziga osonda. Ishonasizmi, mana shu qo'yilgan maqsadlarga erishishlik yo'lida qanday amalga oshirasiz shunaqa narsaga? Maqsad sari talpinish va intilishlaringizni psixologiyasi menga qiziq. Endi Xudo xohlasa hozir shu katta yo'lda, katta ishda ketib boraversak, qachondir shu kishilarning darajasida bo'lmasa ham, shu kishilarga yaqin darajaga chiqqanimda bitta davra bo'lib qoladi. Nima bo'ladi? Ba'zi ko'rishamiz, Xudo xohlasa. Men sizlarni ham ustoz deb bilaman, necha yildan beri kuzatamiz. Xudoga shukr, bugun chaqirdingiz, keldik. Shu yerda suhbatdamiz. Xuddi shunday biron kun shunaqa yaxshi narsa, yaxshi davrada
O'ziga olsam, Fozil qori akam aytadilar, Alloh aziz qilsa sani oldinga podsholar kelar. Aziz qilgan ekan. Duo qilganlar, mana birinchi davlat rahbari Islom Abdug'aniy Shamturov bag'irlariga bosganlar, duo qilganlar. Ikkinchi mana yurtboshimiz hamma viloyat rahbarlari bilan qadrdonmiz, aka-ukamiz. Jahongir aka mana setayotganmi inson o'ziga olsa. Yaxshiga yaqin yursangiz yo'lni ochaveradi. Demak, siz to'g'ri yo'ldasiz. Men chunki ba'zida bir kattadan, bir kichkinalardan ibratlanib havas qilamiz uchun bu loyihamizni faktor atrofida bir samimiyat, qadriyat, insonlarni bir kitob sifatida kashf qilamiz. Hokisorligida, kamtarligida, duxida, xarizmasida. Boya xarakter haqida gaplashdik. O'zingizni xarakteringizni bir ochsangiz, siz xarakter sifatida qaysi joylaringiz hali xarizma, duxi baland yoki boshqa joylaringiz do'stlaringiz e'tirof qiladi va xarakteringizdagi qaysi jihatlar o'zingizga va biznesingizga salbiy ta'sir qiladi. Tabiatda xarakterim juda hazilkashman. Chunki oilada ham, hayotda ham jo'ralarim ham shunaqa hazilkash, shunaqa jo'rlar. Biznes sohasida men o'ylayman, do'xim uncha narsadan qo'rqmayman. Keladigan sinov narsa bo'ladigan bo'lsa, любойni yengil qabul qilib, Xudo xohlasa hech narsa bo'lmaydi, zo'r bo'ladi. Bitta gapim bor, jo'rlarim ko'p aytadi, men Xudoyim bor. Hammasini zo'r qilib beradi. Shunday chiqib ketamiz bu temadan deyman-da. Shunaqa an'anamiz bor. Oilada shu harakat qilaman. Bitta narsa borda, men qachondir baribir shu haqida ham so'ralsam kerak, shunga qanday qarading deb. Kuni sal uncha aqli unday darajada kuchlanib, ayol kishiga ham shunaqa mashina beradimi dedilar. Nega men peshkom yurgan paytimda birga peshkom yuruvdik-ku. Men esimdan chiqmaydi-da. Yomonlik emas, любой odam ham oilasi shu oila bir natijaga erishgancha nimalardandir o'tadi-da. O'tadi. Men uylandim. Boshida iqtisodiy holat uncha yaxshi emas, do'konlar qiyin, savdolar bo'lmayapti, kredit olganmiz. Keyin o'rtada vaqt bo'ldi, ayolim o'qiydi, 5 ga o'qiydi. Stipendiya 500 ming so'mda o'sha payt. Kreditim ham 500 ming so'm. Dedim, men senga har kunlik o'sha yo'l kirangda hamma narsangni beray, o'sha ham 500 ming so'm bo'ladi. Yig'ish qiyin edi o'sha payt 500 ming so'mni. Men o'sha 500 ming so'mingni kreditga to'lab yuboraman oy oxirida. Hech esimdan chiqmaydi. 27-chi bo'layapti. Bitta buxgalteriyaga kirib ko'r, o'zi berar ekanmi stipendiyadan shu yo'qmi deb. O'zim u kuni kulib esladimda shu narsadan. Onasi shu narsalardan o'tdik. Sovda balanda, pastda birga bo'lganda. Shu narsalardan o'tdik. Nimaga anaqa qilmaslik kerak deymiz. Farzand o'g'lim uchun qattiq qo'lman. Erkalar. Men dadam bizlar erkalamagan, bizlarni yaxshi demaydi derdimda. Keyin nega bunday deyapsan? Ko'rmadingizmi palonchani bolasini? Aya, любой odam ham onasiga erkalik qiladi-da, qattiq gap narsani aytadilar. Erkaladi, meni bolam zo'r dedi. Bolam, sizlar xalq maqtasin, el maqtasin. Dadang maqtagani bo'lmaydi. Ko'rasan, zo'r bo'ladi. Derdi, qaytarib qo'yardi. Hech qachon bir-biriga advokatda hech qachon bir-birini yomonlattirib qo'ymasdi, ota-onam. Shuning uchun Xudoga shukr, sha'nonisi men ham o'g'limni unday erkalatib ana qilmaymiz. Lekin qizlarim uchun eng mehribon, ular men bilan yashashdi, yotishdi. Shu dadasi bo'lsa bo'ldi ularga. Boya nimani biznesdagi kuchli jihatlaringizni gaplashdik. Har bir insonda salbiy jihati bor, uni delegirat qiladi. Qaysi qirralarga ishda zavq olasiz, qaysilar bo'yicha shuni ishni pasand qila qol deydigan jihatlar. Mazza qiladiganim shu qurilish tarafini polni jarayonni o'zim olib borishimga mazza qilaman. Nima uchun yangi o'zgarish? Men aytganim uchun mana shunday bo'ldi. Men aytganim uchun mana shu narsani qildim-da. G'oya muallif bo'lishi. Chiroyli chiqdi-da deb mazza qilaman. Siz san'at asaringiz. Savdo tomoniga mazza qilmayman. Sotib delegirat qilasiz. Nima uchun? Men oldimga kelib, aka mana bunday narxda qilib 7,5 million sotayotsak, odamlar 6,5 milliondan so'rab boshlaydi-da. U odam 6,5 milliondan so'ragandan keyin men 6 million 700 deb qo'yaman-da. Undan ko'tara olmayman. Shuning uchun bolalar meni umuman aralashtirmaydi. Men o'zim yo'q deya olmaganim uchun ana qilaman. Savdo tomoniga aralashishim kelmaydi. Lekin majbur turaman. Ukam bor Shohruh aytadiki, aka turing, siz turishingiz kerak. Odamlar sizga ishonib kelyapti, sizni ko'rish kerak. Men qurilish ploshida bo'lgan yaxshi emas. Yo'q, u yoqqa bormaydi, odamlar bu yerda ko'radi sizni deb. Shuning uchun hozir bir 4 oymi, 3 oydan beri ko'proq bunda ofisdamiz. Ertalab aylanamiz.
lekin avvalgidek ko'proq mehrimiz, vaqtimiz qurilishga ketdi. Demak, o'z ustidan ishlash kerak bo'lgan jihat shu qattiqqo'lligi yo'q deya bilish. Endi yo'q deb bilishni ham nima qilish kerak? Bir xil endi suiiste'mol qiladi. Qo'lingizni bersangiz, kaftingizdan tortadiganlar bor. Keyin og'rinasiz. Endi u og'ringandan keyin yo'boyiga ta'sir qiladi. Endi go'shidan piyozga o'tib, piyoz ko'payib nimasiga bo'ladi. O'shaning uchun aslida hatto narsani kalkulyatsiyasi. Bugun biznesda ko'pchilik narxi pastga uryapti. Foyda qilmasa ertaga zararga kiradi. Kutilmagan rasxodlar ko'p, inflyatsiya bor. Bu masalada kuzatuvlaringiz qanaqa? Men o'sha 1,800,000 qurilish qilgan paytimdan beri qurilish anonisi juda katta darajada o'zgarib ketmadi. 5 barobar, 10 barobar qimmat bo'lib ketmadi. Bunga 10 yillar bo'ldi. Shu bitta gapim bor, ko'p takrorlayman. 1,800,000 paytida baraka bergan Xudoyim bunda ham beradi. Biz niyatni yaxshi qilib quraveraylik. Tan narxini bilaman, nech pulga tushishini, nech pul nalog to'laymiz o'sha narsadan bilaman. Bundan buncha ko'p qolar ekan, buni qilaman, bundan kam qolar ekan, bunga uncha qilmayman deb kirishmaganman. Bunday kirishganimda balki buncha ko'p odam bilan ishlay olmasdim, buncha ko'p katta ishlar qila olmasdim. Shu mehrim bor bo'lsin, o'sha narsalar yaxshi bo'ladi. Hech bo'lmasa bir narsa qoladi. Hech bo'lmaganda podvali qoladi-ku deb qurgan domlarim bor. Lekin o'sha domlardan ham ko'p narsa qolgan. Baraka bor. Ukalarimga 2-3 tadan bir narsalar arendaga qo'ygan, boshqa qilgan. Aka-ukalar mavzusiga, bo'lmasa agar ruxsat bersangiz, men endi o'z vaqtimiz o'tdi, qarasam bir yaxshi ochilyapsiz. Aka-ukalarning orasida ko'p ko'rdik. Qishda qor so'raganda bermaganlarni ko'rdik. Bo'p turib. Lekin o'zi oddiy zor bo'lganda keyin ukalar qilmadi. Shu kuzatuvlaringiz, sizni kuzatuvlaringiz bugun oqibat Silay rahim, qadriyat yo'qolyapti. Bu bo'yicha tavsiyalar qanaqa? Nimadan xursand bo'lyapsiz? Nimadan ko'rganda achinasiz, xafa bo'lasiz va nima tavsiya berasiz bugun? Siz bizani bu ko'rganda aka-ukalar mavzusini ochsak, fikringiz balkim ko'pchilik. O'zim aka-ukalarimdan juda xursandman. Nima uchun? Chunki eng qiynalib ishlagan paytimda ham ikkita ukam turgan yonimda. Yelkadosh. Birinchi mendan kichkina ukam turgan, endi katta eng kichkina ukam endi katta bo'lib boryapti, u ham turyapti. Ukam bitta narsani aytganda onamga kelib, "Ona, shu bekorga 3-4 ta o'g'il tug'magan ekansiz-da yana" degan. Nega? Akamga yetmayapti. Ikkom yana akam bilan meni yonimda 3-4 ta bola bo'lganda biz savdoni vobshe bunday qilib tashlardik. O'sha payt chetdan yuk olib kiramiz, ukam ikkomiz uxlamasdan ishlaymiz. Bunday qilib o'rardik-da deganda. Shunaqangi xursand bo'lganman, eshitib bir boshqacha. Ukalarimning gaplaridan xursand bo'laman. Nima uchun? Bilasizmi? Chunki ularga menga tarbiya bergan ota-onam tarbiya beryapti-da. Shuning uchun ular ham gaplari, bir analari bilan bir boshqacha xursand qilib qoladi. Bir bo'ladi. Men ukalarimga juda qattiq qo'lman. Masalan, ishxonadagi uka tutingan ukalarda "Ha, ukamsan-ki, unday deb qabul qilsak, lekin ukalarimni hech qachon kulib, bunday qilib qilmaymiz. To'g'ri, oilaviy dasturxonda o'tirsak, kulib, ukajon ana qilishi mumkin. Lekin bunday xarakter bor. Qo'rqaman. Bir narsani bosib qo'ymasin. Endi meni ota-onam bunaqa yoshda emas. Buni ko'tara oladigan odam emas. Men aytaman-da, eng qo'rqadigan tomonim ikkita ukam, dadasiz. Sizdan boshqa tomondan zarba berishi qiyin. Iloyim, niyatim yaxshi. Zarbalar mavzusini ochdingiz. Nima zarbalar ko'ryapsiz, kuzatyapsiz ukalarning ichida? Qanaqa zarbalardan cho'chiydi odamlar odatda? Endi masalan, o'sha ukasini olib tabletkaga, boshqaga o'rgatishi, shu narsalar uchun qo'rqamiz. Necha bo'ldi? Soat 9 bo'lib ketdi, hali kelmading. Lekin o'shani yoshida men 11 da ham ko'chada yurganman. Uning uchun boshqacharoq qo'rqasizdi. O'shanaqa zarbalar berishidan qo'rqaman. Meni uchun menga qasd qilgan odamlar mendan alamini ukamdan olishdan qo'rqaman. Lekin bilmayman, menga qasd qilgan, ana qilgan bor, yo'q deb ayta olmaymiz. Qo'rquvlar haqiqatan ham bugun insonlar nimadan qo'rqadi? Siz nimadan qo'rqasiz? Mana nimadan qo'rqishimiz kerak, nimadan ogoh bo'lishimiz kerak? Mana ukalar mavzusini aytdingiz. Odamlarning haqqidan qo'rqaman. Nima uchun? Buni aytyapman. Men bolalarimga pastdan aytaman-da, ishxonamizdagi qurib bo'lgan domimizda kadastr chiqqandan keyin biz 5 yilga sotamiz, 60 oyga. Lekin 2 yil, 2,5 yilda bitirdik. Egasiga oformit qilib beringlar deyman. Qarshi shartnoma qilib qo'yinglar. Bu Anvar aldab ketadi-ku. Xo'p, men bugun jonim issiq, qaynoq turibman, yonyapman.
700 ta odamni oldida men qarz bo'lib o'tib ketganimdan ko'ra, menni oldimda bitta ikkita odam qarz bo'lib qolsa hech narsa emas. Men gunohim to'kiladi. Aformit qilib beringizlar, qolib ketmasin haqqi deb ana qilaman. To'g'ri, aformit qilib berganingizdan keyin o'sha paytda 3 milliard kelib turgan bo'lsa, 2,5 milliardga tushadi. Lekin baribir mana berimdan bitta zo'r narsa ketadi. Men bitirganman. Uni pulini bugun olmasam ertaga olaman. Farqi yo'q. Keladigan pulim bor. Shunday. Nomay ham olg'oqsa, bu yoq ham nomay bor. Cash flow kelib turadi. Ajoyib. Haqiqatan ham bugun jamoa muhim. Manzilga ketishdi. Jamoani bugun ahil bo'lishdi. Jamoani bugun birdan bo'lishdi. Lider roli bor va sizlarda, sizni boshchiligingizda bu tizimda qaysi jihatlar alohida e'tiborga molik deb hisoblaysiz? Men jamoamizda ahil bo'lishi, biza bir xil narsalar haqida o'ylashimiz uchun bir yaxshi narsani o'rgatganman. Men o'zim ertalab uydan chiqqanimda birinchi bo'lib onamga, keyin otamga telefon qilaman. Yaxshi dam oldingizmi, zo'r bo'ldimi? Hazil, huzurlashib, to obyektlarni aylanib chiqqancha ikkovlari bilan gaplashaman. Yuragim bahot bo'ladi. Onam zo'r, bugun sog'lom. Otamning ko'ngli, kayfiyati zo'r. Keyin bolalarga aytaman xuddi shunday. Shunday qilinglar. Har kun ertalab telefon qilib duo olinglar. Mana shunday qilganlaringdan keyin Xudo xohlasa ko'rasizlar. Yuraklaring ko'ngli to'q bo'lib ishlaysizlar. Duoda gap katta degan narsani qilamiz. Yana o'tta narsamiz shu boshlagan paytimda o'zim yaxshi telefon olsam, o'zimda bitta eski modelimni berardim, sipochka qilib aylantirardik. Hozirgi kunda endi Xudoga shukr shunaqa bo'lgan. Birov Malibu olsa yoki Tahoe olsa, o'zini Kia'sini birovga beradi. Ishchilarimizda shunday, birovdan o'tib beryapti. Oldin akalarni kiyimini kiyib katta bo'ladi. Hozir bizda sizlarni yo'linglarni bersin deb mashinalar o'tadi. Hozir endi mashinalar o'tib ana qilyapti. Yaxshi, bir-biriga bo'lgan samimiyatni oshiradi. Og'rinmaslikni o'rgatdim. Nimaga sendagi narsani birovga sovg'a, to'g'ri u mashina seniki deb sovg'a qilganman. Qani qo'ldan kelarkanmi shu mashina sovg'a qilib yuborish degan. Telefonlar sovg'a qilsam ham aytamanki, qani eski telefonni kimga sovg'a qilar ekan? Qattiqlik qilib, mayli oilasiga ham olib borishi mumkin. Lekin agar shu yerga qilsa, mayli oilasiga yangi sotib olib borib bersin. O'zi 16 oldimi? Mana ayas senga ham 16 pulga ishlatamiz desin. Lekin bu yog'ini anaga qilsa yaxshi deyman-da, ishxonada bir-biriga mehr bo'lish. Shu paytgacha mana bu nima ish qilyapti deb so'ramaganman bolalardan. Chunki hech qachon bolalarni birovini anonisida yo'qda, men sotadi, meni bunday qiladi. Unaqa gumonga ham bormaganmiz, ishonch. Nimani hurmat qilasiz unda jamoada-yu, nimani hurmatga loyiq emas degan fazilat yoki xislat deb ko'rasiz? Xodimlaringizni qaysi jihatlar uchun tanbeh berasiz? Mana bu ishing yaxshi emas deb. Hozirgi kunda ko'p tanbeh berayotganim odamlarga bo'lgan munosabat o'zgaryapti. Ustalarimizga, klientlarimizga, ofisda o'tiradiganlarning klientlarga bo'lgan munosabati o'zgardi. Qurilishdagilar ustalarga bo'lgan munosabati o'zgardi. O'sha narsa haqida 3 oylar ishladim. O'sha narsalar meni sal bo'lsa ham orqaga tortishga harakat qildi. Munosabat salbiy ma'noda o'zgarganda siz tanbeh berasiz. Ular masalan o'sha ustalar bizga sababchi. Ular bo'lmasa biz qayerdan quramiz? Kelyapti, o'sha yerda bor mehrini beryapti. Ular o'sha bepisand ko'rishilyapti. Ko'rishsa ko'rishilib, ko'rishilmasa ko'rishilmayapti. Klientlarimiz bizlarning eng asosiy anonimiz shular bo'lmasa biz qayerdan pul topib quramiz? Hech qaysi quruvchining million puli yo'q. Hamma shu boshini boshlab beradi. Bu yog'ini Xudoga shukr ishongan xalqimiz davom ettirib ketadi. Demak, marketingdagi xatolar bugun quruvchilar o'rinli yo noo'rin va'da berayotganlarni ko'p ko'ryapmiz. Kommunikatsiyada xatolarni ko'ryapmiz. Qurilish sohasidagi bir xatolarni ta'kidlab o'ting. Mana kuzatuvchi sifatida afsuski jon akalar, ukalar bitta odam quruvchi aldasa qolgan quruvchilarga salbiy jihatlariga ta'sir qilayotganlarni ko'ryapmiz-da. Endi nima sohada aldash mumkin? Shu vaqtda topshirmasligi, u narsani o'zlari balga reytingga qo'yib, ana yaqinda bitta zo'r narsani eshitdim sizda intervyungizda. Hoji Akbar aka degan aka intervyu berdi. Zo'r narsa tuzyapti ekanlar. Men 6 oyda mana bu narsani qilib beraman, 3 oyda buni qilib beraman, 1 yilda buni qilib beraman. Xuddi shunaqa narsalar qilib shartnoma qilinsa agar, vobshe zo'r bo'lardi, aldanmas. Haqiqatan u kishi aytgandek, 3 oyda ham sudga berish mumkin, 6 oyda ham sudga berish mumkin. Yaxshi, bugungi suhbatdan nimadan ko'nglingiz to'lmadi?
Xudoga shukr. Zo'r. Yaxshimi? Nimadan ko'nglingiz to'ldi? Siz bilan gaplashdik, siz bilan uchrashdim. Xudoga shukr. Butun bugun yaxshi temalar, oila. Men xohlaymanki shu sohamdan ko'p gaplashmaslikni xohlayman. Qayerga intervyuga borsak Shohruxjonga aytaman, shu ishdan gaplashmaylik, reklama bo'lib qoladi. Men ishimni reklama qilmoqchi emasman. O'zimiz gaplashaylik, chin dildan. Samimiy. Ha. Mana o'sha kechagi samimiy suhbatingizdan bahramand bo'ldim. Intervyularingizni endi baribir bir intervyuga tayyorgarlik qilganda ko'ramiz, kuzatamiz insonni, ertaga ko'radigan insoningiz. Qarang, baribir bu ham muhim ekanda. Velik niya slux yabonni. Men mashhur emasman, mani shu maqomdagi insonlarning gapi mashhur qildi. Lekin sizni mashhur qilgan narsa sizning hislatingiz, siz samimiyatingiz, sizni kamtaringiz. Men xursand bo'ldim siz bilan tanishib. Hech narsa behikmat emas bugungi ko'rsatuvdan keyin aka-uka bo'lib. Ajab emas, yaxshi kunlarda, yaxshi tadbirlarda, yaxshi loyihalarda, boyagi siz aytganingizdek yaxshi insonlar bilan aka-uka bo'lishda, uchrashuvlarda bir-birimizga yaxshilikka sabab chiqsin. Muxlislarimiz Ramazon oyi mana tasvirga olinyapti. Yaqin orada hayit keladi. Yaxshi tilaklar, yaxshi fursatlar, yaxshi tavsiyalar uchun, yaxshi fursat siz uchun. Hammalaringizga rahmat. Shu vaqtlaringizni ayamay ko'rganlaringiz uchun, shu vaqt ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Ramazon muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda, yurtimizda bayrami ko'p, to'yi ko'p, shu yaxshi narsalarda ko'rishib yuraylik iloyim. Rahmat. Azizlar, har bir inson samimiy suhbat atrofida biz yig'ilamiz, o'ziga xos bir kitobga o'xshatamiz. Bugun biz Anvar aka Temirov Yuksalish Group loyihasi asoschilaridan suhbatda mehmon sifatida, qahramon sifatida kashf qildik. Hasan aka qaysi savolni berdilar-yu, qaysi savolni bermadilar. Berilmagan savollarga sizlar uchun savol berishi imkonini qoldiramiz. Izohlarda sizning savollaringiz. Bugungi suhbatdan qaysi jihatidan ko'nglingiz to'ldi? Qaysi jihatdan ko'nglingiz to'lmadi? Albatta, uni ham izohlarda yozib qoldiring. Bularni xarakterlarida, bularni dunyoqarashlarida qaysi biri jihati sizga ma'qul, qaysi jihatlari bularni hayotlariga yoki tijoratlariga yoki ishlariga ijobiy yoki salbiy ta'sir bor, uni ham feedback sifatida izohlarda yozib qoldiring. Boya aytganimizdek, har 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming va 50 ming prosmotr olganda shaxsan bularni o'zlariga berilgan bir komplekt kitobdan tashqari siz azizlarga Anvar Temirovdan, masalan, Dillo Nodirjon yoki Qobiljon yoki Burxoniddin degan muxlisimizga deb izohi bular o'zlari sizga dastxat qilib kompliment berishadi. Bularning shogirdlari albatta aloqaga chiqishadi. Uning uchun siz eng zo'r izohlaringiz yo like ko'payishiga, yo izoh bahslarga sabab bo'lishini ta'minlang. U ko'proq tezroq g'olib aniq bo'lish uchun like, поделиться, подписаться va do'stlaringizga albatta bu videolarni ulashing. Keyingi suhbatlarda esa qaysi qahramonlarimizni mehmon bo'lishini tavsiya qilasiz. Albatta bizga izohda yozib qoldiring. Azizlar, bu ko'rsatuvimizni 25-yil mart oyida Ramazonda biz tasvirga oldik. Sizga xonadoningizda faqat yaxshi kunlar bo'lishini duo qilib qolamiz. Bizga yurtda tinchlik bo'lib, do'stlar salomat bo'lsin. Siz salomat bo'ling. Anvar aka, siz salomat bo'ling. Xursand bo'ldim. Salomat bo'ling.